Viagra dorisi so'ramoqchi bo'yicha. Ya'ni 3 kunmi 4 kun uzog'i bo'lgan bo'lsa 1 hafta bo'ldi. Shu ma'lumot ichganingizmi? Yo'q. Ha, uzr, ha, men boshqa ma'noga tushundim. Telegramda. Aha. Telegramda ichganiga. Mhm. saytlarda. Mayli ichsa bo'ladi. Yo'q, mana shu dorini iste'mol qilgandan keyin birdaniga 3 tami 4 tasini iste'mol qilgan, jinsiy holat yotmaganda, keyin uni kesib tashlash. To'g'ri. Qonni polni haydaydi. Kavern jinsiy holat bu g'ovak, g'orga o'xshagan kavernus organdan tashkil topgan. U yerda qon boradi, to'ladi, ereksiya tarang bo'ladi. Qon ishni bitirgandan keyin chiqib ketadi. Endi u juda mexanizm murakkab, hozir buni gapirsam hech kim tushunmaydi, odamlarga zerikar bu. Ya'ni keyin ishni bitirgandan keyin miyagasiga borib qon chiqib ketish kerak. Lekin u Viagrani ichdi, 100 ichdi, 200 ichdi, 300 ichdimi? Bir joyda o'qigandim o'tgan yili Amerikada nechtadir odam pastelda o'lib qoladi. Infarktdan, insultdan. Amerikada. Chunki ular vazn bor-ku, ularda vazn borlarda bu narsa iltimos qilsa ham uyg'onmaydi-da. Iltimos qilsa ham vazn borlarda uju Viagra ichadi. Majbur dori ichadi. Ha, dori, hamma dorini pastga qarab haydaydi u. Dori, u Viagra qonni pastga qarab haydaydi. Burnim bitishi bekordan emas, burningiz bitganmi? Buni bitib turadi albatta hamma. Ha, o'sha doridan keyin deyapman. Ha, yo'q, men xayolim bunaqa dori ichmaganman. Ha, oka, men. Sizcha ko'zda aytib turibdi. Ya. Bu savol o'z sizning savolingiz. Kimligingizni bilib turibman. Nimaga bu savolni beryapmiz? Baribir ma'lumot yig'amiz. Ko'zingizni Eshitganmiz. Ya bo'ldi. Qarashlarimiz bor. Hop. Men qarang, xullas qon boradi-yu, qon qayt. Aka, qon o'sha klapan ochildi, klapan yopildi, keyin yana klapan qaytib ochilmaydi. Qon o'tda yig'ilib qoldi, o'sha u nekrozlanishni boshlaydi, arterialni qon bilan kirish chiqish bo'lmay qolgandan keyin o'sha u yerda qon asbob chirishni boshlaydi, qorayib ketadi. Bo'ldi, o'sha organ to'qima tepaga qarab ketmadi, shuni olib tashlash mumkin. Undan ham ko'ra ko'proq asorat infarkt bilan insult dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu o'zi Viagra degan dori kardiologlarning dorisi. Bradikardiya, yuragi sekin uradigan bemorlar borda, o'shalarga berishganda bu побочный effekt qilib buni turg'izib yuborgan. Uni sezib qolishgan olimlar, "Yed" degan, "To'xta" degan, "Bu degan zo'r ekan-ku" degan. Keyin o'shani anaqasi bilan boyagi urologiya sohasiga olib kirib ketishgan. Shuni ta'sirida. Ha, shuni ta'sirida olib kirib ketishgan. Suvchayli bo'lgan. Tasavvur qiling, yurak organi ana shuni ta'siridan bo'lib ketib qolgan. Keyin uni bilib qolishgan urologlar. Bu shunaqa, uni istoriyasi o'zi asli shunaqa bo'ldi. Ekranlaringizda ko'rinib turgan karta raqamlariga ixtiyoriy ravishda istalgan summani o'tkazing va loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Bu summalar texnik holatimizni yaxshilash, ko'rsatuvlarimiz davomiyligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Siz bizni yanada yaxshiroq holatga keltirishingiz mumkin. Quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'y ta'm xonadoningiz fayzidir. Silver choylari, tabiiy ta'm. Assalomu alaykum iymonli qalblar, onlayn keng suhbatlarni davom ettiradi va biz bugun reproduktolog Fayoz aka Aminov bilan ko'p narsalar haqida gaplashamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xorinlar? Xush kelibsiz. Charchamadingizmi? Yo'qdimi kelganingizga rahmat aka. Kirish qismi uchun bitta savol. Shu vaqtgacha taxminan qancha oilani farzandli bo'lishiga sababchi bo'lgansiz aka? Aniq hisob kitob yo'q-u, lekin oylik hisob kitobim bor. Uni yilga ko'paytirganmiz. Yillarni yana shunaqa qilib taxminiy hisob kitoblarga ko'ra 30 mingdan ortiq oila O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan kelgan 30 mingdan ziyod oilaga bu yozda qilishuvdi bolalar atchetini farzandli bo'lishga sababchi qilgan ekan Alloh taolo.
hali kuch-quvvatim bor, hali ko'zimda nuri ketgani yo'q, belimda quvvatim bor, qo'limda kuchim bor. Xudo xolasa hali buni 100 mingga chiqarish inshaalloh. Yetqizsin. Xudo xolasa. Yetqizsin. Endi bu 30 ming qancha mijozdan? Balki точно bilmayman, balki 100 mingdir, balki 70 mingdir, balki 50 mingdir. Lekin umumiy statistikadagi foiz, masalan, ekodagi protsentlarim 70-80% da. Imенно eko temasi bor. Endi Ekoni o'zi bo'yicha. reproduktiv sohani anaqa tabiiy homiladorlik natijalarim son sanoqsiz. Endi buni obunachilar o'zi bilishadi, ko'plar kommentariyaga yozishadi. Mana bugun hozir ko'rsatdim. Mana bugunga 12 ta, 13 ta natija bo'ldi. Hozir mana shuni balki shu podkast chiqqandan keyin nechinchi dekabr bugun? 14-dekabrdagi natijalarni kanalimda ko'rishadi o'zi. Mana bugungi 12 ta. Deyarli har kun regulyarni, ritmik Alloh o'zi yetkazversin, oxirigacha ko'z tegmasin, kamayib qolmasin. Standart 7-8 ta chiqadi har kun natija. Endi uni ko'paytirish kerak, hisoblash kerak. Biz endi ko'p sanamaymiz, barakasi tushib qolmasin. Tilab qolamiz mana shunaqa juda ko'p oilalarga foyda tegishini. Endi asosiy kirish qismi boshladik. Men jiddiyroq savol bilan boshlamoqchiman-da aka. Farzandsizlik bu kasallikmi yoki hayotning sinovi? Savollaringizni o'zi ko'p ko'rardim podkastlaringizda. Ko'plar o'ylab javob berardi. Shunaqa psixik savollar bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? Yo'q, farzandsizlik ham kasallik, ham hayot sinovi. Qaysi biri ko'proq aka? 50-50. Shunday oilalar bor, erkak ham, ayol ham sog'lom, faqat sinaladigan oilalar bor. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga dard berib sinaydi degani o'sha joyga to'g'ri keladi. Shunday holatlar, shunday oilalar borki, ularda haqiqiy doktor yordami kerak bo'ladigan, tibbiy yordam kerak bo'ladigan patologiya kasalliklar bor. Erkak urug'ini foizi pastligi, urug' nolligi holati, ayol kishining bachadon naylarini shikastlanishi, ayol kishidagi ertak klinik holatlari, ayol kishining bachadoni rivojlanmagan holatlar, umuman ayol kishi 30 yoshgacha menstruatsiya ko'rmagan, tushunasiz-ku narsani, to'g'rimi? Ayollarda bu tabiiy fiziologik holat, hayz kelmaydigan holatlar, shunaqangi jiddiy kasalliklar bor. Ular uje bu kasallik. Lekin shunday holatlar bor, har 5 ta oiladan bittasida uchraydigan, erkak ham sog'lom, ayol ham sog'lom. Ha, nima bo'pti, yulduzga tushmabdi degan gap bor-ku xalq orasida. Shuni biza tibbiyot tilida idiopatiический бесплодие, ya'ni farzandsizlikda sababi noma'lum turi. Xo'p, shu bilan 7 yil o'tdi, 8 yil o'tdi, 10 yil o'tkazaverasanmi shu bilan? Bo'lmayapti. Doktorga bording, aptekaga bording, dori olding, domlaga bording, dam soldirding, tabibga bording, ilon zahri oldi, nima bo'lsa, sportga borib ko'radi. Sportga boradi, boyagi Arabistonning xurmosini yeb ko'radi, hech bo'lmayapti. Nima qilish kerak? Bunaqa paytda tibbiy, zamonaviy tibbiy usullar, ya'ni bu eko muolajasi yordam beradi. O'shanaqa bemorlar bitta shu tibbiyotdagi yutuqlar orqali bitta farzandli bo'lsa, bo'ldi, keyingilari o'sha iziz urmasdan xudo xolasi ketib ketadi. O'sha yo'l ochilib olgungacha bitta yordam kerak bo'lib qoladi shunaqa holat. Har 5 tadan bittasida yo'qligi bu ko'p-ku. Ko'p. Nima sabab? Ya'ni umum jamiyat nuqtai nazaridan nima sabab? Sabab birinchi o'rinda bu zamonni tezlashib ketganligi. Aholidagi demografiya, ya'ni bizda O'zbekistonda o'sish juda ham yuqori. Yiliga salkam 1 million. Bu narsa nima bo'ladi? Genetik fonni buzilishiga olib keladi. Ya'ni genlar bir-biriga yaqinligi, ha. Amir Temur davrida, Jaloliddin Manguberdi davrida nimaga Samarqandning Xorazm qizlari chiroyli degan gaplarni eshitganmizmi yo'qmi? Eshitganmizmi? Ha, u qayerdan kelib chiqqan? Amir Temur va o'sha Jaloliddin Manguberdi Xorazm shohlar davrlarida qaysi mamlakatda bosib olsa, sarkardalarga o'sha joyda uylantirib ketaverishgan. Ya'ni bular genni zo'r anaqa qilishgan, aralashtirishgan. Amir Temurni Samandar aka bilan gaplashganimda aytib berdilar, men eshitmagan ekanman. Amir Temur bitta soldati, bitta Samarqandni bitta o'tirishda yeb qo'yadi, yeb qo'ygan ekan degan bir rivoyatda aytib berdilar. O'ylayman, haqiqatan endi Amir Temur ko'p joyda egallagan, uning uchun baquvvat kuchli lashkarga ega bo'lish kerak. Bitta nonni yeb yuboradigan soldat bo'lish uchun uni genofondi metis bo'lish kerak. Onasi masalan o Uyg'ur, otasi bir o'zbek yoki shunaqa bir millat almashish kerak-da. Bizda qanaqa xolasini qizini olib beradi, tog'asini o'g'li begona bo'lib ketmasin, yaqin qarindoshlik. Umuman siz qarindosh demagan oilangiz ham 7 pushtini surishtirsangiz, 200 yil, 300 yil avvalgi hayotini surishtirsangiz, qanaqadir qarindosh bo'lib qolishi mumkin. Aholi soni ko'paydimi, gen buzilishi ko'payaveradi. Bu isbotlangan uzoq qarindosh. Juda ham. Gen to'g'ri kelib qolishi bor narsa. Men aytaman, 7 yot begonada ham gen to'g'ri kelib qolishi mumkin. Sizning milliardlab genlaringiz, millionlab spermatozoidlardagi milliardlab genlaringiz ayol kishining milliardlab genlariga to'qnash keladi. Shu yerda bir-biriga yaqin bo'lgan genlar to'qnash kelganda homila bo'lib
hayz bilan birga tushib qolishi mumkin. Ayol ba'zan sezadi, ba'zan sezmaydi yoki homila bo'lib o'sishdan to'xtab qolib vikidish bo'lib qoladi. Hozir raddomga boring, bo'limga kiring. Homilasi tushib qolgan ayol mana bundoq. Rosa ko'p. Bu bitta sabab. Bu idiopatiyaga sababi noma'lum turning bitta sabab. Ikkinchisi, bu noto'g'ri ovqatlanish, bu ekologiya. Hozir mana Ukrainada urush, mana Falastinda urush, yana u yoqda urush. Bular portlatib yotibdi, portlatgandagi gazlar, inert gazlar atmosferaga chiqadi, yomg'ir bo'lib bizaga keladimi? Changi necha kun Toshkentda eng iflos shahar bo'yicha birinchi o'rinda bo'ldi. Biz buni yutdik. Xohlaymizmi yo'qmi, bu organizmimiz, hujayralarimiz, genlarimizgacha borib yetib bordi va bu bizning irsiyatimiz orqali, genimiz orqali bolaga o'tadi. Mana shu narsalar, bular hali tibbiyotda juda bir nima deydi, bir chuqur ilmiy izlanishlar olib borilib, oxirigacha yetmagan narsa. Ovoza qilinmayapti. Hali ilmiy izlanishlar, o'rganishlar. Idiopatiskiy bisplodiya sababi noma'lum turi degani shu. Ertaga 20 yildan keyin buni sababini topishadi, lekin o'sha paytida farzandsizlikda yana bir 20 ta sababi noma'lum tur paydo bo'ladi. Zamon bilan bizani kasalliklar zamon bilan tengma-teng Ferrarining poygasini qilib ketaveradi. Manda bitta boyiga aytganingiz bo'yicha savolim bor-da, o'sha har 5 tadan bittasi keladi, lekin sog'lom, Noma'lum, ha. noma'lum. Aslida sog'lom kelasa, lekin noma'lum kasallik sababli homilador bo'la olmayapti. Xo'p, mana shunaqa holatlarda necha foiz juftliklar kelib farzandli bo'lyapti hozir sizlarda? Uni to'chni aniq statistika qilib bo'lmaydi. Asroq balandroq demoqchiman. Qarang, bu bo'yicha zo'r menda o'zimni izlanishlarim bo'lgan. Ya'ni bemorlarni ko'rgandagi tajribam bo'lgan. Shunday holatlar bo'lgan. 9 yillik farzandsizlik holatida ko'p bemorlarim aytib berganman shaxsiy suhbatlarda. Navoiydan bemor kelyapti. Eko qilamiz dedi. Erkak sog'lom, ayol sog'lom. Eko qilganimizda ayoldan 30 ta follikul oldik. Erkak urug'ini bilan IMSI usulida chuqurlashtirilgan texnologiyasi urug'lantirildi. Bitta ham embrion chiqmadi. Bu bundan 3 yil oldin Qozog'istonda 30 yillik eko markazda bo'lgan narsa. 95-yildan beri faoliyat yuritadigan eko instituti bo'lgan narsa. U yerda Osiyoning chempion embriologi bor, Nurjan degan. U juda katta tajribaga ega, oilaga aytayapti. Sizlar kelinglar, sen bilansan boshqa eko qilma. Sen bilansan boshqa turmush qurganing yaxshi. Nega? Sen bilan seni gening bir-biriga urchimadi dedi. Tushmadi. Anaqangi qoliping, anaqangi yulduzingga tushmagan dedi. Ya'ni dehqonchaga to'g'ri kelmayapti. To'g'ri kelmayapti. Ular ishonmadida yana qayta eko qilishdi. Boshqacha protokol, boshqacha trigger, boshqacha stimulyatsiya, yana shu urug'. Bo'ldi. Dunyoning qaysi chetiga borsang ham baribir sen bilan sen urug'ingdan bo'lgan homilarda shunaqa. Ikkinchi marta qilganda bitta slabiy embrion chiqib, u ham rivojlanishdan to'xtab qolib bo'lmadi xullas. Unaqa oilalarga nima maslahat beriladi aytayim? Buni ham o'zini hayot dunyoga keldi, farzandli bo'lishni ota-onasi xohlaydi, bu tomonni ham ota-onasi xohlaydi. Shunaqa oilada er-xotin kelishib turmushini ikkita yo'ldan ketishini. Lekin endi hamma ham bu ishni qilmaydi. Bunaqa holatli oilalar juda ham kam. Iloyim shunaqa holat hech kim boshiga tushmasin. Bu narsani farzandingizda ko'rganingizda, singilizda, opangizda ko'rganda turmush buzilishi endi yomon narsa-da. Farzandli bo'lmoqchi bo'lsa shunaqa yo'llarni tanlashadi. Endi dunyoda, Yevropada yoki boshqa joylarda buni boshqacha metodikalar bor, irsiyatni almashtirishdi. Endi O'zbekistonda bu narsaga ruxsat berilmagan, ya'ni ekoni bu nozik pardalarga. Boshqa joylarda buni qanaqadir yechimlari bor. Endi men buni ochiq-oydin aytib tasholmayman. Bu sekretli suhbatlar orasida bo'ladi. Bemor xohlasa men unga yordam bera olishim mumkin. Biladi hamma bemorlarim. Lekin bu bunaqa chiqib olib bu yerda gapirish mumkin bo'lmagan mavzular bor. Erkaklarda va ayollarda necha yoshdan keyin farzandli bo'lish ehtimoli pasayib ketadi? Bu birinchi qismi. Va ikkinchisi, nimaga bizning jamiyatimizda ko'proq farzandsiz oilalar ayollarni ayblashadi? Xo'sh, futbolistni o'zini eng zalotoy yillari bo'ladi. Nimaga hozir Ronaldo Saudiya Arabistonda o'ynayapti? Yosh o'tib qolgan. Yosh o'tdi. Ha. Ayol kishini ham erkak kishiga emas. Keling, ayol kishidan boshlaylik. Ayol kishining o'zini eng zalotoy yillari bo'ladi. Masalan, 18-35 yosh gacha. Bu standart. Oradan bitta ikkita Ronaldoga o'xshab 40 yoshgacha o'ynaydiganlar chiqib qoladi. Akrobatik urib akrobatik bir ikkita. 40 yoshdan keyin uje riski kamayib ketadi. 35 yoshgacha tezroq tug'ish kerak. Chunki ayol kishi uchun farzand bu kelajakdagi zashita, bu himoya. Ertaga farzandsiz oila, mana tasavvur qiling. 4 ta aka-ukangiz bor, ayolingiz bilan, Xudo ko'rsatmasin u kunlarni, birorta bemorimdagi holatlarni birortalaringizga mana ko'radiganlarga ravo ko'rmayman. Buni yuragidan o'tgan og'rig'ini biladi. Men u og'rig'ida har kun eshitib yuragim parcha-parcha bo'lgan. Tasavvur qiling, mana 50 yil yashadingiz.
agar ayolingiz 20 yoshda tuqqan bo'lganda yonida 30 yoshli o'g'li tursa, qarsillab 28 yoshli ikkita bolasi bo'lgan qizi tursa, u ayol o'sha ko'chada qolmaydi-da. Endi 50 yoshli ayol, eri lupta infarkt bo'lib o'tib qoldi. Katta uchastkangiz bor. 50 yoshli ayol, sizda 3 ta 4 ta aka-ukangiz bor, aka-ukalarning hammasini bola chaqalari kelgan, o'sha uylantirish kerak, yer, uy, mulk bilasiz, hozir aholi ko'p yerga talash. Ana u ayolni ota-onasi o'tib ketgan. Uni aka-ukasini uyga sig'maydi 50 yoshli ayol. Uni aka-ukalar keladi-da haydab chiqaraveradi. Yo chiqaravermaydimi? Ko'p xonadonlarda shunaqa. Hammasida emasdir, ko'pida. Ko'pida, men yo'q hammasida demayman. Ko'pida shunaqa. Tasdiqlayman. Endi ayol kishiga o'sha holatga shit bo'lish uchun nima kerak? Unga bola kerak. Agar 2 ta 3 ta bolasi bo'lsa, haydab chiqarolmaydi. To'g'rimi? Tabiiy. Ayol shuni juda ham xohlaydiki, bu tabiiy shit bu farzand. Ayol shuni xohlaydi, himoya u. Endi bir kichik nazariya ham bor-da. 50 yoshlik ayol bolasini 30 yoshga to'lganini hali ko'radimi, yo'qmi? Bu ham bor-da. yo, men 50 yoshda tug'sin demadim. 20 yoshda tug'sin, 25 yoshda tug'sin, 30 yoshda tug'sin. Qancha yosh bo'lsa, shuncha o'zini ham ishi oson, shuncha doktor ham ishi oson. Biza yosh mevalarni mazasi shirin bo'ladi deganda, yosh o'tgan sari, daraxt yosh o'tgan sari mevasining ta'mi buzilib, pachlashib boraveradi. Shuning uchun ekoda ham, tabiiy homiladorlikda ham hammasi yoshga bog'liq. Hozirgi boyaga ko'tarilgan mavzular bor-ku, yuqorida ko'tarilgan. Bular hammasi yosh kattalarning mavzusi. Yoshlar bundan kam foydalanadi. Juda ham yoshlarda deyarli yo'q. Bu 35 plyusmi? Plus 35, plus 40. U o'sha holatga keldi. Uje bola kerakligini tushundi. Zerikdi chol kampir bir-biridan. Shuni boshida aytib qo'yapsiz-da, ma'lumot. Ko'pchilik hozir mana shu suhbat shu joyigacha o'sha ancha-muncha izohlayapti. Yo'q, yozaversin. Bu yosh kattalarning muammosi. Men shuning uchun aytaman, tezroq qamchi nur, otni qamchilar, mayli 4 yil kutma, 5 yil kutma, 7 yil keladi. 4 yil davomida mana eko deydi. Men shuni ko'raman-da, bemor o'sha ko'rgan bemorimni tashxisini 100 ta oldingisini, kelajakdagisini ko'rib bo'lganman. Eqqa borgan, bu yoqqa borgan, kelgan, nima qilgan, nima qo'ygan, men o'sha bilaman. Bachadonlar yopiq, turbada oldin yiringlagan, suv yig'ilgan, uni tozalatgan. Bo'ldi, u xirurgni zo'ri bilan gaplashganman. Fayoz aka, turbaga bir suv yig'ildimi yoki yopiqmi? Bo'ldi, uni mayatnik simon peristaltik harakati bo'lmaydi, u turbaga ishonmang degan. U buni men tajribada minglab bemorlarda ko'rganmanmi? Mana qarang singlim, aka, mana 5 yildan beri shu sohada qiynalyapsiz. Men mo'jizaga ishonaman, lekin sizni 10 yillik holatingizdan bir 100 ta ko'rganman, tabiiy bo'lmagan. Keling, yoshni yo'qotmang. Mana qilgan operatsiyangiz, topshirgan analizingiz, borgan doktoringiz, apteka, tabiiy mol so'ydi, qo'y so'ydi qilishadi endi ana qilib. Umid emas, 2 ta emas, 3 ta ekoni pulni sarflab yubordim aka shu davrgacha deyapti. Bo'ldi, boshi ishlamaganni oyog'i ishlaydi degan gap bor. Bu jiddiy tashxis. Bu eko qilinadigan tashxis. Endi qarang. Agar erinmasangiz ko'rsatardim, 14 yilda tabiiy homilador bo'lgan yaqinda bitta bemorim keldi. U eko qilaman deb keldi. Mana kanalimni ko'rsa, gideti 10-dekabrlarga qo'ydim. Fayoz aka 14 yilda 1 oylik lichiniyasi tabiiy bo'ldi. Ekoga bo'lmaysan dedim. Folikulang yetmaydi dedim. Tuxumdon zaxirang kam. Ekoni u boyaga jinnicha jiddiy usullarida bo'lib ketish kerak. Boyaga yuqorida aytgan usullarda bo'ladi. Bo'lmaydi ekoga dedim. 5000-6000 dollar pul topish uchun bir qishloqda yoki bir rayonda ishlaydigan odam 1 yillik oyligi u. Qo'y shu pulingni ko'ra masjidga borib podarka qil, sovg'a qil, yetim yesirlarga qil. Tabiiy bo'ladi. Sen dedi buni yozib yuborsam, bo'lib ketdi. Alloh berdi, bo'lib ketdi. Undan keyin yana bittasi keldi, 10 yillikda bo'lib ketib qoldi. Bular hammasi isbotlangan, telefonda, kanalda qo'yib boriladigan natijalar, tabiiy bo'lgan narsalar. Men ko'raman, ekoga tortsa eko deyman, tabiiy bo'lsa tabiiy deyman, o'rtada men tarozini ushlab turaman. Kimga ma'qul kelsa shu, ma'qul kelmasa, pожалуйста, men hech kimni majburlay olmayman. Lekin vijdonim molda toza bo'lib, kechqurun yaxshi uxlashni xohlayman. Shu joyda bitta savol. Hamma shifokorlar ham kechqurun vijdonini oldida yaxshi uxlashni xohlarmikin yo menga nima farqi bor? Uni farzandlik qilib beryapmanmi? U rozimi? Zato men ham komfort hayotda yashayman deb darrov bunaqa variantni tanlash ham mumkin-ku. Alloh agar sizni nazari solgan bo'lsa, siz agar vijdoningizni pulga sotmagan bo'lsangiz, bemorga chin ko'ngildan haqiqiy doktor sifatida u sizga doktorga juda ixlos qilib 1 yil ocharat olib kelishadi-da. Men Fayoz akamga borsam deydi, tuzalaman deb keladi, yo'liga shu kelishini 6-oyda yangilik bo'lib ketib qoladi-da. Masalan, ixlosda yo'q, bunda keladi, dori yozishimga ulgurmasdan keyingi oy kelasan, tekshiramiz, bo'lib ketib qolganlar bor-da. Vijdonini sotmagan doktor bo'lsa, eng katta baxt nima bu? Eng katta baxt sizningcha?
mana savol. Vijdonni sotmagan shifokor bo'lsa eng katta baxt bu mijozlarning roziligi va shuni baxti. Bu meni shaxsiy fikrim. Yo'q, doktorchiga yig'ishtiramiz. Aha. Eng katta baxt nima? Mana so'rashadi, baxt nima deyshadi, ayting. Sizni hozirgi lahza men uchun shunaqa. Sizdachi? Yo'q narsaga erishish men uchun. Eng katta baxt adashdingiz. Bu xotirjamlik. Mana shu xotirjamlikda. Xotirjamlik bo'lmasa, siz millionlab pulingiz bo'lsin, millionlab pulingiz, zo'r mashinada yuring. Ketyapsiz mashinada asabiylashib, Prado'da ketyapsiz, yoki ana Rolls-Royce'da ketyapsizdan. Mana bu joydan mamuncha qarzim bor edi, mana bu qo'shnim mana bunaqa deb so'kdi. Mana bu yerda bilan mamuncha keyin xotirjamlik emas. Ha, prokuror halovat deydi. Halovat xotirjamlik. Ha, ikkalasi bir-biriga yuqash. Yaxshi uxlash, bolalaringiz davrasida choyingizni ichyapsiz. Prokuror yo tergovda ishingiz yo'q. Yoki birovni bir arpasini xom o'rganingiz yo'q, birovni bir norozi qilib yerini oladiganingiz yo'q, kimnidir yetim bolalarni qiyratganingiz yo'q. Vijdoningizni oldida, men har doim aytaman bemorlarga, men vijdonimni oldida kechqurun yaxshi uxlashni xohlayman. Menga shu xotirjam. Yaxshi uxlash uchun men aldamayman. Mayli shu gapim qaysidir oilani, masalan, qilgan konsultatsiyam to'g'risini aytganim uchun qaysidir oila buzilib ketishi mumkin. Keldi 3 yillik holat, o'g'lin urug'i 0, kelinidan haligacha ana kelin sodda bilmaydi. Erini urug'i 0ligini. Onasi o'zi olib boradi doktorga, kelinini alohida kirgizadi, o'g'lini alohida kirgizadi. Fayozjon shu o'g'lim urug'i 0ligini kelinim bilmasin deb qo'yadi. Nimaga? Nimaga? Bu qiz dedim, birovni bolasi, bu inson emasmi dedim. O'zingizni qizingiz shunaqa holatda bo'lsa nima qilasiz dedim. Men birdan o'zim bolamni tasavvur qilib o'raman-da, o'zimni qo'yaman. Endi boyagi savolimga kech qismiga javob berasiz. Nimaga dedim, birovni bolasi dedim, qiynalish kerak. Buni ham dedim, ota-onasi orzu qilib, yomon ko'zadan anaqa qilib, sochlarini tarab, katta qilgan, oqsit bergan, buni ham farzandlik bo'lishini xohlaydi. Har bir ota-ona bolasini nabirali bo'lishini xohlaydi. Buni o'zim hayotimda bo'lgan. Men 10 yilda ikkitagina farzandli bo'lganman. Ko'p orada bunaqa bo'lgan, bizda ham tibbiy boshqa muammolar bo'lgan. Menda ham shu sohadan chiqib kelganman-da. Bu ko'p bemorlarim biladi, bekordan bu sohaga kirmagan. Shu darddan chiqqansizda. Ha, boya aytdim, men bu kelesi rayonlarda men 4 yil peshonam terlari oqqan, kirmagan xonadonim qolmagan. Skoriyda, terapiya anaqa poliklinikasida birinchi anaqa zinam shu kelesdan boshlanganda, ko'pchilik bilishadi. Nimaga bu birovni bolasiku, bu ko'zing ochmaydimi? Sen bolang anaqa qo'ng'izdan bolasini oppog'im derkan deydi-yu. Bir kun bir onaxon keldi, o'zi ham yig'ilib turuvdi-da. Yig'ilib turuvdi. Bir onaxon keldi, shunaqa desa, eshikni yop dedim. Eshikni yop. Shunaqangi tuzladim. Shunaqangi aytasan dedim. Meni yonimga ikkovini olib kelasan dedim, yoki meni yonimga psixik er-xotinni bolalaring tayyorlab kelasan. Ertaga men uni aldasam deylik. Bu zakasda ishlamayman deyman. Zakasda u bunaqa boshqa ishlayversin. Bu baribir mendan chiqib boshqa doktorga boradi. Balki mana bu keliningning ota-onasi meni rosa yaxshi ko'rib ixlos qilar. Har bitta videomga like bo'lsa, doktorjon rahmat, Alloh unaqa qilsin, unaqa qilsin deb duo qilar. Ertaga shu narsa men oldimga kelganini bildi. Nahotki shu Fayoz Aminov shu narsani aniqlay olmadi degan boyagi eng kuchli muhabbatning mahsuli nafrat deydi-ku. Ertaga u meni nafrat doktorni yomonlash hozir rosa ko'payib ketgan. Osonda u narsa. Ana o'ziga qanaqadir nima qilib, nima deydi? PR ishlash, chorniy PR deydimi? Sizlarda nima deydi shu narsani? Chorniy PR. Xullas, deydi, Fayoz san aldagan deydi. Sanda deydi, sani deydi, anaqayn ering urug'i 0 deydi. Fayoz san aldagan. Uni onasi ham qolib ketadi, eri ham qolib ketadi. U to'g'ri pichoqni ko'tarib, men oldimga keldim, men bunday san nima aldading? Men bolamni aldading deydi. Men senga ixlos qilib, ishonib shuncha pul to'lab keldim. Nimaga bunga yechim qilmading? Shunaqa holatlar? Yo'q. Boshida bo'lgan. Boshida bo'lgan. Zakasda mayli, ajrashmasin. Yoshlikdagi xatolarimda bo'lgan. Endi men 8 yildan beri buning ichidaman. Bu 6-7 yil. Keyin uje 6-7 oydan keyin boshqa doktorlar unaqa dedi, siz mana bunaqa debsiz deganingiz to'xta dedim. Men dedim, uzoqda o'ylasam, boshidan rost gapirishim kerak. Mayli, agar bolangni o'shanaqa muammosi borligini yashirmoqchi bo'lsang, men oldimga olib kelma. Agar kartani ochib o'ynayman desang, men oldimga olib kel. Men muammoni aniq aytaman. Aldamayman, Allohga qasam, aldamayman. Bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan, bo'lmaydigan bo'lsa, bo'lmaydigan aytaman. Ana undan keyin qaynona, quda borib, uyga borib, bir piyola choy ustida, osh ustida maslahatlashib, gaplashib, maslahatdoshini qilasizlar, o'zingizlar bir qarorga kelasizlar. Kimdir ham ularga baribir rostini aytish kerakmi? Kim hayotini aldayapsan? Masalan, men o'zimni aldamayman. Umuman aldamayman. Nima ko'nglimga ma'qul kelsa, shuni qilib ketaveraman.
Masalan, dam olishgim keldim, bo'ldi, shuni chiqaman, Amir chiqib ketaman. Shuni ishdan chiqaman, charchab, gruzdan chiqaman, chiqib ketaman. Hech narsa ko'zimga ko'rinmaydi. Inson o'zini aldamas kerak. Hayot insonga bir marta beriladi. Bu meni hayotim-ku degin, o'zingga shunaqa qil. Nimaga o'zingni aldaysan? Men unaqa gaplarim ko'p aka. Bo'ldi. Endi erkaklar haqida gaplashaylik. Mana masalan Fayoz aka, afsus, men uchun afsus, psixologiyada oxirgi paytda temperament degan tushuncha juda ham aktual bo'lib qoldi. Psixologlarimiz temperamentlar haqida Men yaxshi ko'radigan mavzuda bu. tushunchalar berishni boshlashyapti. Sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolikda masalan. Qaysi temperamentdagi erkaklarda testosteron past bo'ladi? To'rtta tip dediz-ku, xolerik, melanxolik, sangvinik, flegmatik. Hozir shu oxirgi tipi yo flegmatikmi, yo sangvinikmi, yo melanxolik, shuni sal chalkashtiraman. Melanxolik eng oxiri. Melanxoliklar hissiyotlarga boy, san'atga moyillar, sokin odamlar bo'ladi. Bir oyda 3-4 marta, mojit 3-4 marta, kimdadir 5 martadir, kimdadir bir oyda 1 marta aloqa qilganda ham o'shanga qanot hosil qiladi va u uchun normal shu. Sen dedi anaqa qo'sh tirnoqdagi unaqa ekansan degan emas, uni o'sha normasi. Kimdir azartni, energiyishni, anaqasi kuchli bo'ladi, bir kun o'zida 2-3 martagacha birga bo'lmasa tura olmaydi va o'sha uchun norma. Lekin ko'chada ketsa, ko'rgan qizi bilan miyasida seks qilib ketaversa, ko'proq aytgan, miyasida. Bitta aktrisani ko'rsa, aktrisa bilan miyasida qilib ketaversa, zo'r to'yga chiqqan bittasi bilan bu o'zi qarang. Bu bekorgami? Bu sizda ichingizdan o'tayotgan narsalarni aytayapman men. Shuning uchun kuldingiz siz hozir. Boshqalarni. Xayolda ketadi-yu. Mana bular bo'ydoq. U uylangan odamda ham bo'ladigan mavzu aka bu. Uylangan odam xayolda bunaqa narsa bo'ladi. Bizani yoshda ketmasa kerak endi. 50 yoshda qalay? 50 yoshda qalaysiz? 50 yoshda o'shanga borsinchi. Olib borganlarga. Bu o'sha kasallik haqida gapiryapman men. Bu o'sha giperseksualizm degan kasallik bu. Miyada fantazishni ko'rgan odam bilan xayolda ketaveradi. Bu kasallik. Savol mana, miyada xayol qiladigan normal holatmi? Kasallik deyaptilar, eshitmayapsanmi? O'sha men aniqini bilmoqchi. Yo'q-da, aniq javob. Qarang, xayol, ideya, fikr, g'oya, boyagi jinsiy anaqalar fantaziya bo'lish kerak. Faqat me'yorda bo'lish kerak-da. Lekin aytmoqchi bo'lganim, qatdan o'lchaydi u me'yorni. Yo'q, to'xta. Ko'pchilikda hozir me'yor yo'q. O'sha siz aytgandek bu narsani izohlab yozadiganlarni bilamiz. Xayolida o'sha narsa, o'sha ish qilib qo'yadiganlar. Mana shu jiddiy kasallikmi demoqchiman men. Agar bo'ydoq bo'lsa, uxlayotgan paytida masalan bitta qizni ko'rdi, o'sha uxladi, ertalab turdi, bulg'anib qo'ydi. Masalan, bu normal holat. Bu normal holat. Lekin ko'pchilik anonizm bilan, masturbatsiya bilan shug'ullangan hozir rostda ko'p onlayn porno bu hozir trendda. Onlayn porno video ko'rib bir-birini bo'shantirib. Va pishi trendda bu mavzu. Bu 50 ga 50 qaysidir doktorlarning tomoni bu kasallik deydi. Porno qaramlik deydi. Qaysidir doktorlarning tomoni bu normal holat deydi. Agar norma bo'lsa, masalan haftada 2 marta norma deydi. Nimaga? Prostata dimlanib qolishini oldini oladi, balobattar bo'ladi, zino qilib qo'yishdan asraydi, begona ayollarga borishdan asraydi deydi. 50% deydi, bu deydi, o'rganib qolasan, ertaga turmaydigan bo'lib qoladi. Siz nima deysiz? Men ikkoviga ham za deyman. Qani? Ikkita xulosa qanday bo'ladi bu? Chunki haqiqatan ham ikkovini isbotlab bering. Isbotlang. Haqiqatan ham bitta tomon aytgani prostata dimlanib qolishini oldini olish uchun, begona ayollarga borishini oldini shahvotni boyagi hayvoniy, shahvoniy hirslar ba'zida kuchli bo'ladi. Qondirish uchun chiqarsin. Faqat shu ertaga meni kasal qilib qo'yadi. Ertaga men shuni qilaversam, qizligini ola olmay qo'yaman, tez bo'shanib qo'yaman, bulbulim ishlamaydigan bo'lib qoladi deb xayol qilmasin. Bu birinchi masala. 18+ intervyu. Men o'zi so'rayman, bizdan tomoshabinlardan ba'zi bir so'zlarni biz ishlatmaslikka harakat qilardik, lekin endi mehmonning nutqiga biz javob beramiz. Va bular sohalar. Bu meni kasbim bu. Men bu bo'yicha ilojim yo'q. Men buni boshqa tushuntira olmayman. O'rab tushuntira olmayman. Tushuntiring. Endi qarang. Tushuntiring. Endi qarang. Bu narsa qanday bilib oladi? Uylanganlarda ham, uylanmaganlarda ham bor narsa. Hech kim atkaz qila olmaydi. Kimdir atkaz qiladi, boyaga men aytdim-ku, kommentariyada deydi, lekin o'zi faktiski dahshati bo'ladi unda. Endi ko'p qiladiganlar haqiqatda ham ular o'ylaydi, ertaga mana shunaqa bo'lib qoladi, bo'lmay qoladi, yomon narsa, xavotir miyadagi jinsiy aloqani miya boshqaradi. Jinsiy aloqa boradi maqsad. O'zini ishontirib boradi. Miyada ssenariy yozib boriladi, ya'ni kitobda yozib boriladi va o'sha vaziyat, o'sha sahifalar kelgan paytda o'sha ssenariy o'qiladi, bo'ldi. Haqiqatdan ham ana shu payt shuni qiluvdim,
Ana endi mana shunaqa ahvolda. To'g'ri bo'lib chiqdi o'ylaganim deydi. Chunki уже miya ssenaristda organ aktyor. Buni aktyorlik qobiliyati, bu anaqa aktyorni ssenariy bo'yicha o'qitib bo'ladi uni. Tushunyapsizmi? Bo'ldi, iloji yo'q. Mana shu narsa bo'ladi. Qaytaraman. Jinsiy aloqada psixический kasalliklar juda ham ko'p, jinsiy tomonlama. Fayz aka, uzoqlashib ketmaylik. Qaysi temperamentda pastroq, bitta shu melanxolikdami? Melanxolikda pastroq. Uni men bitta bir marta podkastda ham bo'lib bergandim. Xo'p, melanxolikda past degani bu kasallik degani emas. Masalan, bu temperamentga qaraganda past xolos. Shunaqa. Endi qarang. Mana masalan 15 kunda 2 marta yoki 1 marta aloqa qiladigan tipda keling shu melanxolik deylik. Jinsiy aloqada normativ yo'q-da. Mana shu erkak, mana shu palonchi, yana sochi orqaga taralgan erkak. Haftada 3 marta aloqa qilish shart va zarur degan qoida yo'q. Shu xohlasa, ishdan charchamasa, sportini qilsa, to'g'ri ovqatlansa, ana har xil zararli odatlarni qilmasa, nechchi marta xohlasa qilaversin shu ayol bilan masalan. Endi bu charchaydi. Ertadan kechgacha stolda o'tiradi, moyakda qon aylanmaydi, tazda qon aylanmaydi, sport yo'q, fast foodni uradi, stress qilish bo'ladi. Haftada bir marta, u ham ertalab turganda bir uyg'onib qoladi. Bu уже kasb kasalligi. Tushunyapsizmi? Endi bu уже sekin kasallikka qarab ketadigan etap. Lekin shu 10 kun piyoda yurishni boshlasa, o'sha funksiya tiklanadi yana. Faqat bu miyasiga o'tirib qolmasi kerak. Men уже tushib ketdim quduqqa. Men уже impotent bo'lib qolganman. Men уже bo'ldi, уже meni ishlamaydi, menda turmaydi. Menda bu bo'ldi o'sha bu boyagi ssenariydagi narsani bajarib beradi. Miya yo'qtirish kerak, men hali mujikman. Men hali voz kechmadim deyish Men kerak. zo'rman, meni temperament zo'r, men Geraklman, men yoraman degan o'zini faqat imperatorskiy buyruqlar bo'lish kerak. Erkak kishi o'ziga ishonmasa, birorta ayol shunga ishonmaydi. Ayol kishi ishonmagan erkak bilan hech kim bo'lib, ishqiy munosabat yoki boyagi jiddiy oilaviy munosabat qilmaydi. Xullas, umidni uzmanglar o'rtoqlar. Hali hammasi oldinda. Jangchilar, ovchilar. Va piyoda yurib turinglar. Men armiyam deb qo'y. Ya, menga aloqasi yo'q. Safdoshlarim bilan. Menga umuman aloqasi yo'q, do'stlar. Agar men sizlarni ochadigan bo'lsam, to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, Jitur. ber. So'rasam maylimi? Emas, birodar. Aralashur har safar bo'ladi. Boshida savollar tuzib qo'yganmiz o'g'lim, men aytdim, 3-savolga borib o'sha savol o'zgarib ketadi aka, shunaqa bo'ldi. Qarang, hali birinchi savoldan biz ikkinchi savol keldik mana. Boyagi jiddiy masalaga men qaytmoqchiman. Umidni bekorga gapirmaslikni. Shifokor sifatida farzandsizlikka уже ko'nikkan, umidini uzgan oilalarga siz qanaqa maslahat berasiz yo nima fikr bildirasiz? Voy, Eng og'ir anaqalardan men umid beraman har doim. Bitta narsa bor, ba'zida yolg'on umid insonni yillab vaqtini o'g'irlab qo'yadi. Sanda deydi, bitta bir marta bola bo'ldi, masalan, tasavvur qiling, 2006-yil turmush bo'ldi, 2007-yil bir marta bola bo'ldi, bola tushdi. Tug'ilmadimi shunda? Yo'q, tushib qoldi. Undan keyin ayol turbasi yopildi, tekshiruv qildi. Mana bitta misol tariqasida tushuntiraman. Turba yopildi 2007-yil. Uni keyin yudirdimi, nimadir qilib turbani ochishdi. Ana turbam ochildi dedi, lekin u qayta ochilgan bachadonnayda tabiiy homilador bo'lish ehtimoli agar u to'g'ri rentgen qilingan bo'lsa, to'g'ri tashxis qo'yilgan bo'lsa, ko'pchilik ha men turbamni ochuvdim bo'ldi-ki deydi, lekin faktik ochiq turbamni operatsiya qilib qo'yishadi, buni ochib, buni yopib qo'yishadi, bo'ldi, ochdim turbani. Xirurg hech qachon men dedi, o'zi ochiq ekan tegmasdan chiqib ketmadim demaydi. Men dedi, tushundingizmi? Xirurg o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Ha, uni o'zim ishim. Men dedi, mana bu tunda mana bunaqa kistem bor ekan, uni oldim dedi. Mana bu tin chirishni boshlagan ekan, uni tozaladim, chandiqlarini ochdim. Men jangda qatnashib, mana shu yetimgacha terlab chiqdim. Men dedi, qahramon bo'ldim deb chiqadi. Любой operatsiya. Zaxt ishladim. Tushunyapsizmi? U o'zi faktik buni ochadida, buni yopib chiqib ketganmi, uni Xudo biladi aka. Menda unaqa tajriba ko'p kelgan. Xirurg o'rtoqlarim rosa ko'p. Manaman degan Toshkentda zo'r laparoskopiyskiy xirurg tanishlarim, o'rtoqlarim choyxona qilib gaplashamiz-ku, ular sirlarni ochadi-da, kartani ochadi. Ular demak shunaqa. Kartani ochadi, iloji yo'q. Endi eshiting. Xo'sh. Turbani ochtirdim dedi, tabiiy homiladorlikda 7% imkoniyati bor. Most 10-15%dir. 2007-yil. Endi unga umid berishdimi? Turbanga ochib bo'ladi. Ha bo'ladi. Ha bo'ladi. Ha bo'ladi. 35 ga kirdimi ayol? Umid insonni eng zo'r yillarini o'g'irlab qo'yishi mumkin. Ba'zida umid zararga ham ishlaydi. Aldaydi-da. Aldaydi, insonni aldaydi.
o'sha umidga ishon, noumid bo'lmang deydi-ku, noumid shayton deydi. Lekin o'sha umidlar insonni mani sohamdagi yillarini o'g'irlaydi. Mana farzandsizlik zalotoy yillarim bor-ku, 60 yoshda ayol tug'olmaydi. Uni tezroq bolali qilib olish kerak. U hayotga, dunyoga kelgandan boshqa qiladigan ishlari ham ko'pda. Uni hali uy-joy qilish kerak, karyera qilish kerak, ishlash kerak, professor bo'lish kerak, direktor bo'lish kerakdir, ota-onasini hajga olib borish kerak, umraga uning uchun pul topish kerak. U bolani izidan yurgan oila u narsalarga vaqti bo'lmaydi. Oylik oladi, doktorga oylik oladi. Aka deydi, na bitta uy oldim, na bitta uyimni tomini shifr qilib yopa oldim. Topganim 10 yildan beri doktorga beraman. Lekin natija yo'q. Shuni tekshirasiz, bitta jiddiy sabab turadi-da, bizada deydi hech kim uni aytgani yo'q-ku deydi. Yaqinda keldi 7 yillik holat turba ringga qilinmagan, ringga qilsam ikkala turba ham bekilib ketgan. Bitta bemorda turbasi yo'q, tug'ma yo'q, anomaliya. Odamlar bo'ladi, bitta buyrakda tug'ilishi mumkin, yurak o'ng tomonda tug'ma qarsoq, tug'ma bachadonaylarsan tug'ilishi mumkin. Tug'ma azospermiya moyaklar rivojlanmagan tug'ilyapti-ku. Uni nima qilish kerak? Eko qilish kerak. Tug'sa bo'ladi inson. Boyaga savolingizga javobda shu. Xo'p, mana anaqa misollar, realniy misollar ko'p. Avtomobilda yuradi ko'pchilik. Mana siz ham mashina haydaysiz va qishda yoki kuzi sovuq kunlarida masalan bir xil o'rindiqni isitib qo'yadi. Fayoz aka, bu zararmi, foydami? Inson tanasida nima uchun moyaklar tashqariga chiqarilgan? Nimaga ayollarniki ichkarida ayollarda ham tuxum bo'ladi, erkaklarda ham tuxum bo'ladi? Nimaga ayollarniki ichkarida, erkaklarniki tashqarida? Birinchi savol. Mana agar bitta o'ylab ko'ring. Shu sovuqqa moslashgani uchun, sovuqqa moyil bo'lgani uchun balki. Moyakdagi hujayralar tana harorati necha gradus edi? 36.6. 8-sinf anatomiya. Bizga yaxshi o'tilmagan. 36.6, 36.7 taxminan, to'g'rimi? Moyak harorati shundan 1-2 gradus past yuradi. 34, 35 yuradi. Ya'ni o'sha anaqa temperaturaga idealni Leydig sertoli kletkalar yaxshi ishlaydi. Shuning uchun ham kelib mayli ochiq gaplashaylik. Sovuqda moyaklar issiqlikni yo'qotmaslik uchun tortiladi. Issiqda ketadi, osilib, to'g'rimi? U bekorga emas, bu temperaturani bir xil mo'tadil haroratda ushlash uchun qilingan Alloh tomonidan berilgan bir insonning mo'jizaviy holati. Uni inson boshqara olmaydi. Xuddi siz yurak urishingizni boshqara olmagandek, u moyagingizdagi silliq mushaklarni boshqara olmaysiz. Ochig'i. Buni keladi-da, aka deydi, shunaqa kattalashib ketadi deydi. Oddiy narsa. Shuni ham insonlarda tibbiy savod shu darajada yomon ha, shuni problema qilib olib kelishadi. Mani deydi, bitta tuxumim katta, bittasi kichik. Hammada shunaqa, bitta katta, bitta kichkina bo'ladi. Bittasi tepada, bittasi pastda. U hech narsa qilmaydi, u halokatga olib kelmaydi, u o'ldirmaydi, u insonning hayoti uchun xavf emas, hech narsa qilmaydi. Endi problema nima? Buni siz shifokorsiz bilasiz, u hammaligini ko'rib yurmagan-ku. Bitta menda shunaqa ekan deb o'ylaydi-da. Shunaqa. Endi boyagi savolga javob. Mayli, shu manfaatli bo'lsa xursand bo'laman. Ya'ni sovuq kunda mana shunaqa issiq o'rindiqda yurish kerak emas? Moyak haroratni yomon ko'radi, issiqlikni. Chunki boyaga tushuntirgan misolim. To'g'ri, erkak kishini o'sha orqa dummalari, sonlari yoki o'sha moyaklar issiqlik bersa yoqadi. Meni o'zimning shaxsiy fikrim, biz ham foydalanib turamiz. Sidinani обогревательdan. Faqat ertalab qizdirayotganda sovuq bo'ladi. Bitta yoqamanda, bitta keladi, sirasi o'chirib qo'yaman. Bo'ldi, me'yorda. U ham bekorga chiqarilmagan endi o'sha narsa. Insonlar pastdan yoqib yurishga emas. Pastdan yo'q, kerak emas u narsa. Roll isitgichini bor, roll isitib turadi masalan ba'zi mashinalarda. Konsertni qo'yib, oyna tomonga qaratib qo'ysa, bo'ldi, o'sha bir xil 25 gradus harorat ketib turadi. Xo'p, nima uchun ekoga garantiya degan shifokordan qochishimiz kerak? Chunki farzandni shifokor bermaydi. Uyingizga borguncha deyman, menga shunaqa deyishadi, 100% garantiya berasizmi deydi. Siz uyingizga yetib olguningizgacha garantiya berasizmi deyman. Bu sizga telefon emas, 1 yil garantiya beraman. Yoki bu sizga kompyuter emas, 2 yil yoki mashina emas, 150-100 ming probeg yoki 3 yil garantiya beraman masalan. To'g'rimi? Bu inson. Ertaga siz garantiya berasizmi? Ayolingizga men patsatga qilganimdan keyin xigechida chiqdi, o'zingizda ko'rdi, 4 haftalik homila bor. Temperatura qilib shamollab qolmasligiga garantiya berasizmi deyman. Yoki bir shapa turmasligingizga garantiya berasizmi deyman. Yoki ayolingiz ketyapti, qorda tayib ketib qoldi. Yoki mashina turtib ketib qolsa, insonga bog'liq bo'lmagan, sizga, ayolingizga, menga bog'liq bo'lmagan omillar bor. Agar deyman, kim senga ekoingga natijaga garantiya bersa, bo'ldi, u mashinlik.
Chunki u Allohdan qo'rqmaydigan odam bo'ladi. Allohdan qo'rqadigan odam farzand uchun, bola uchun, Alloh aytayapti surada, Qur'onda 1400 yil oldin, men xohlasam o'g'il, xohlasam qiz berdim, xohlasam aralashtirib berdim, xohlasam umuman bermadim deyapti. Kim bunga qarshi? Haligacha 1400 yildan beri tibbiyot rivojlanishda hali hech kim farzandsizlik bo'yicha kafolatlangan usul taklif qila olgani yo'q. Qila olmaydi ham. Qila olmaydi ham. Daji farzand jinsini xohlasam o'g'il, xohlasam qiz edi-ku, daji farzand jinsini ham rejalashtira olmaydi. To'g'ri, ekoda buni imkoniyati bor. U ham Alloh yaratgan jinslar bo'ladi. Faqat biz uni bachadonga qo'yishdan oldin genetikasini tekshirayotganimizda uni o'g'il qizligi ko'rinib qoladi. Ya'ni u kasalmikan bola, nuqsonmikan, qanaqadir Downi bormikan, xromosoma kasalligi yo'qmikan deb biza tekshiruvimiz borda, PGT degan. O'sha paytida uni jinsi ko'rinib qoladi. Masalan, Turkiyada o'g'il yoki qiz deb eko qilish mumkin emas. Chunki islomiy davlat-ku yoki Eronda. Genetika tekshirish mumkin. Endi genetikada tak-tak qirolta xromosomada o'g'ilchi qiz ko'rinib qoladi. O'g'ilni olib qo'ysa o'g'il tug'iladi, qizni olsa qiz. O'shanda ham 99% qarang. O'g'il emas u ham. 100 yo'q, 100 desin, Allohga shak keltiradi, Allohga yoqmaydi uni ishi. Shuning uchun men aytaman, garantiya so'rama, rezultat so'ra mayli. Men filtr qilaman. Filtr bor. To'g'ri kelgan odamni ekoga olmayman. To'g'ri kelganim filtr qilaman, boyagidek tekshiraman, pokazaniyaga ko'raman. Hattiyab o'zim 60-70% ishonch hosil qilsam, bemorning holatini tushunib olaman, qabul qilaman. Atak foizi kam, rezultat kam, 10%, 20% bunaqa bemorlarda 4 tagina folikulinda embrion chiqmaydi. Uni o'zini qoidalari bor-da. Masalan, 10 ta folikuladan statistika bo'yicha 2 ta embrion chiqadi odatda. Masalan, 40 yoshli ayoldan 10 ta folikuladan bitta embrion chiqishi mumkin agar u ham sog'lom chiqsa. Ana bunaqa statistikalarni ko'rib, mana bu yerda 6000, 5000, 4000 dollar valyutada aytayapman, xarajat turgan joyda bemorni bilib turibsiz. Molni sotib, qo'yini sotib, yerini sotib, mashina sotib, farzand talabidagi oilaga ko'zga hech narsa ko'rinmaydi. Majburlikdan mol mulkini Kredit olib keladi, kredit. Eng yomoni kredit. Buni agar o'xshadi, o'xshamasa ko'zingizga shunaqangi yomon ko'rinib qolasiz, ana bemor har kreditini oylik kelganda, onangni palon qiladi, bitta so'kib o'tadimi? La'natlab o'tadi. Men umuman o'shanaqa holatni aka, keling. Boshqa doktor bilan ishlay qoling agar xohlasangiz. Men ertaga to'piga ko'rishimiz bor. Uzoqdan ko'rganda, onangni palon qiladi, cho'xonaga boradi, buni gapirmay buni. O'shanaqa holat bo'lmasin, siz bilan chiroyli natija bilan, paloncham gap yo'q, zo'r doktor. Paloncham pistonchi gap yo'q. Shunaqa holatda sizni xotirangizni qolishni xohlayman. Mayli, pulingiz qiziq bo'lganda jon qilaylik dedi. Pulingiz qiziq bo'lganda olaman, lekin men bu ishga 10% rezultat beraman. Okey. Mana shu rostgo'yligim uchun hozir menda 27-yil kecha dispetcherlardan so'rasam 27-yil fevralmi mart oyida qabulga yozishyapti. Bekorga emas. 2027-yil. Telefon qiling. Joyida mana syomka ketyapti. Fayoz aka Aminovning navbatlari yozilmoqchiman deyman. Bo'ldi? Rekbora o'rtoqlar. Jonli efirda kuzatyapsizlar. Tak. Soat 10 bo'lyapti kechqurunga. Ishlaydimi unaqa paytda? Ishlaydi, ishlamasa bo'lmaydi. 24 soat bilaylik. 11 gachami? Yo, yana qilib bor dispetcher 71lik. 71 200 0300. 0300. Endi ko'tarsin, qilingchi. Mengacha men choy ichib olaman. Takror ishlashyaptimi ham bilib olasiz. Ekoix klinikasiga xush kelibsiz. Hurmatli mijoz. Operator javobini kuting. Ishlash kerak. Здравствуйте. Вас приветствует. Hozir ishlamasa ertaga shtrafga tushadi. Hop. Shifokor Fayoz aka Aminov qabuliga yozilmoqchiman deyman. Всё, ha? Bo'ldi. Qachon borsam bo'ladi. Qachon borsam. Endi gap isbot endi jak boydan beri bu to'tiga o'xshab sayrab yotibdi deb ana qilishadi. Men rostga odam aldamayman hech kimni. Mayli. Operatorlar sigir chakkan chiqib ketganmi? Uzun vaqt yo'q. Yo, olish kerak. Odam ko'p bo'lsa kerak. Yo'q, Ko'ramiz. qiladi. Boshqa nomer ham bor. Agar bo'lmasa. Oxir o'zingizga qo'ng'iroq qilaman. Alo. Assalomu alaykum. Uzr kech bo'lganda bezovta qildim. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Reproduktolog Fayoz aka Aminov qabullariga yozilmoqchi edim. Qachonga borsak bo'ladi yozilsak? Birinchi qabulingizdasizlarmi? Ha, birinchisi oldin ishimiz tushmagan. Hozirda Fayoz akamni 1 yildan ortiq qabullari turgan lekin 2027-yili fevral oyiga qabullariga yozaman.
voy. 1 yildan oshiq kutishimiz kerakmi? Bo'ldi, o'chiring. Rahmat, tushundim, aka, rahmat. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'ling. Bu anaqa Fact checking. Qani? aka bitta narsani bildim. Men to'g'risi studentlik paytimda endi bunaqa bo'lib ketishini bilmaganman-u. Alloh nazari tushdi-da, qandaydir aka. Bilmayman, qandaydir nazari tushdi. Nimadir sabab bo'lib ketdiki, endi qachondir ichimdagi boyagi olovim borligini bilardim. Rostgo'yligimmi, mardligimmi, ana hamma narsamni men o'zi rost ko'chadan katta bo'lib chiqqan bolaman, hamma narsani hisob kitobini bilib, yonimga masalan Kuchinski bola kelsa, men uni ichidan nima o'tayotganini, ichadigan odam kelsa, mana bunaqa yo'llarda yurganman. Hamma yo'llarda yurib chiqib o'zi keldim. O'zi kim qanaqa kelyapti, o'zi bitta ko'rganda gaplasha olasizda, psixolog bo'lib ketasiz, ishonavering. To'g'ri. Chunki har kim 100 ta 150 ta oila bilan gaplashasiz. To'g'ri, ideal inson bo'lmaydi. Komillikka erishiladi hamma. Lekin Alloh qandaydir yuqtirdida, nimadir bo'ldi, shu Alloh xohladi. Men sababchi bo'layapman, shunaqangi xursand bo'laman. Hamma bemorga aytaman, ilohim oxirgi doktoringlar men bo'lay, meni sababchi qilsin, mendan xursand inson yo'q. Chunki har bir doktor bemor uchun agar vijdoni bo'lsa, 3-4 so'mni agar izidan quvmagan bo'lsa, natija qilishni, rezultat qilishni xohlash kerak, xohlaydi ham. Ko'pchiligi xohlaydi. Chunki birinchi sababi agar sizga men natija qilib bersam, bu meni motivatsiyam shaxsiy. Masalan, siz to'g'ri, menga hozir ko'p bunaqa 1 yillik, 2 yillik farzandsizlik kelmayapti-da, og'irlar keladi-da ko'proq. Chunki u 1 yillik, 2 yilliklar bunaqa 1 yil yozilib o'tirmaydi. Ular уже bo'pam ketib qoladi orada. U menga masalan 1 yil bo'ldi deb kamdan kam keladi. Kimnidir o'rniga kelib qolmas ekan. 7 yil, 10 yil, 12 yil og'ir bemorlar keladi. Ularni mana buncha analizi bor, ko'rib chiqaman. Dardi og'ir, yuki bosadi, ruhiy charchatadi-da mana. Shu Alloh berib shularga sababchi bo'lib qolsam deb shunaqangi ichimdan bir ana qilaman. Maksimum to'g'ri yo'nalish qilishga harakat qilib kiraman-da, to'g'risi. Alloh kuch-quvvat bersin aka ishlaringizga. O'zi boya men bir savol bermoqchi edim, protein bo'yicha va kreatin bo'yicha. Undan oldin bir o'zi savol tug'ilgan edi. Ya'ni hozir va 1-2 yil oralig'ida zalga chiqish juda urf bo'ldi-ku. Chiqib Ana motivatorlar paydo bo'ldi hozir. Testosteroning oshib ketadi, toshib ko'taradi. Kiyimmi deydi, to'g'ri aytyapti lekin. Kiyimni qimmatliligi odamni chiroyli ko'rsatmaydi. Qadding qimmat bo'lsa-da, kiyimni arzoni ham odamni chiroyli ko'rsatadi deydi-yu. Shunaqa savol quyidagichaki, o'sha zalga chiqib, mayli o'sha testosteronni oshirishi mumkin, lekin protein bilan baribir shu natijaga erishadi. Endi bu narsa erkak kishiga qanaqa zarar beradi testosteron masalasida va jinsiy aloqada. Aziz aka bilan podkastim bor, agar YouTube'da qiziqamasanglar. Men ko'zim tushdi. Roza shu temani ochganmiz. Azaga bir ikkita joylarda katta gapirib qo'ydim. Men gelikimni tikaman deb turganman. Mana shuning ichida dedi, ximka bor deb aytdim dedi. Keyin vujudida u sport pitaniyani biznesi dunyo bo'yicha 3-mi, 4-mi, 5-mi o'rinda turadigan biznesda sport pitaniya. Ya'ni katta pulni даже уже viziflar kelishni boshlagan, уже mafiya aralash boshlagandan keyin orqaga qaytganman. Bu zaman o'ldirib yuborishardi dedi. Men gelikimni tikaman, dedi, ichida steroid bor, men isbotlab ximiya zavodlarga borib, bo'yiga proverka qildirib chiqqanman deb aytayapti-da. Lekin zalga chiqadigan o'rtoqlaringiz bormi, oshna-og'ayingiz bormi, hammasi bepusht emas masalan. To'g'ri. Masalan, menga savol berishadi. Ha, dedi, chakish ichish dedi. Nima sizda qo'shningiz yo'qmi? Yo o'rtoqlaringiz chakib ichib yurgan bolalar bolasi yo'qmi? Hamma narsa farzandsizlikda bu bilan taqavermaydi, to'g'ri. Sanda farzand yo'qmi? Sen to'g'ri yashading. Palonchada dedi, har kun dedi, ichadi, har kun dedi, bir pashka sigaret chekadi, bolasi bor dedi. Aka dedi, men dedi 5 mahal namozda o'qiyman, toat ibodatdaman, sportimni qilaman, lekin nimaga menda yo'q dedi. Men ham dedi, yo ichib chakib boyaga yo'lga yursam menday bo'lib ketarmikan deb, meni og'ir vaziyatlarga solib qo'yishadi-da. Endi u Alloh holatda nima deysiz shunaqa savol? Men aytaman, Alloh suygan bandasiga dard berib sinaydi, qo'yvor. Har bir ishda hikmat bor. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi, dedi-ku, xuddi shunaqa deb aytaman. Boshqacha bu yerda variant javob yo'q. O'zi so'raydi, aka 5 mahal namoz o'qiyman. Nimaga menda bo'lmaydi? Ana bu ko'chada yurgan, har kun qizlar bilan yurgan, ichadi, chakadi, nasha qiladi, gira qiladi, hidlaydi, bo'ladi, shularda deydi. Hozirgi Amira Temez ham farzandli bo'lishda muammo yo'q, agar uning ichida kuchli steroid bo'lmasa. Menga Surxondaryodan bitta bola keldi. 1 yil oldin kelganda urug'i zo'r chiqqanda, endi eko qilaman aka, 5 ta qizim bor, o'g'il kerak deb keldi. Ayolida hammasi все нормальный. Balki akam o'zi eshitib o'tirgandir.
aka zalga chiqqanda, zalga chiqsa uni kimdir qiziqtirib qo'yibdi, taq ikkita uchta ukol qildirib qo'yibdi steroid. Ana endi hozir mana 6 oy bo'ldi, ayollarni follikulasini olib terib qo'yganman. Urug' topshirasam, urug' topshirsin, 0 chiqsa bo'ladimi? Lichina qilaman, xga beraman, u qilaman, bu qilaman, 0 chiqib qoldi. Endi hozir yana qanaqadir kurslar qilib yotibmiz. Faqat yuring, sport qiling, ximkomi Fayoz aka deydi. Anaqada u hoji inson, hajga borib kelgan odamda. Akam o'zi gap ko'rsa eslab, kelsa eslatadi. Mana aytdingiz deydi. Hajga borib kelgan o'tgan yili. Fayoz aka shu bir tushdimda dedi. Shu bu ham Alloh ishi ekan, endi Alloh sinov ekan deb urug'lantirishga urug' 0 bo'lib qolgan. Steroid o'ta yomon narsa. Mayli, olsin, faqat uni ilmi bor odam olsin. Qayerdan biladi mana hozir? U qanaqa modda, birinchi shundan boshlaylik. Fayoz aka, testosteron tushunmayotgan odamlar ham bo'lishi mumkin. Gormon. Mishissani erkakka kuch beradi, massa beradi, ishtahani ochadi. Protein nima ichaveradi, har xilini. Endi proteinni mana bunaqa qarang. Shuni farqlab beramiz. Har xil protein bor. Har xil geyner bor. Har xil keratinlar bor. Bular qancha zo'r effekt berishiga qarab bir-birini orasida reklama bo'lib ketadi. O dedi, paloncha men protein ichaman dedi. 1 oy zalga boryapti, 2 ta bola. Bu mana bu anaqa protein ichyapti, bu protein ichyapti. Bunda sezilarli o'zgarish bu boshladida, bunda o'zgarish sekin ketyapti. Mana buni ichkim, bu zo'r deydi. Nimaga? Chunki buning ichida steroid bor, lekin steroid borligini sostavda yozmagan bo'lar. Shu deymanmi? Bu reklama, ketdi o'zi. Mana buni ichdim zo'r. Buni sotib olib ketishni boshlaydi. Lekin buning ichida siz steroid to'g'ri yozib qo'yadi, balo narsalar, ular vitamin, ular oqsil, go'shtda, tuxumda bor bo'lgan mahsulotlar, tabiiy ovqatdan ham yesang bo'ladi deydi. Lekin uning ichida effekt berish uchun, masalan, jinsiy bat preparatlar borda, testosteronni oshiradi, tribesteroni bor, unaqasi bor, mak ekstra. Uning ichida bitta tadalafil qo'shib boradi. Tadalafil qo'shadida call centerdan gumillatveradi. Oladi, bemorni ichadi, qarasi ereksiya zo'r, effekt zo'r, u zo'r ekan, o'rtog'iga zakaz qiladi, unisiga zakaz qiladi. Xuddi shu biznes anaqa piramida mana shunda ishlab boradi. Lekin men proteinni oqlayman. Gap keratin masalan tanaga suv yig'adi va keratin ichishi qachondir to'xtatganda suv yana chiqib ketadi. Kuch beradi-da. Vaqtincha. Protein bu oqsil, bu go'sht, bu tuxum, bu anaqa nima deydi, grechka, tovuq. Lekin men buni ichida ishonmayman-da, menga buni ishontira olmaydi-da. Men buni bilaman-da, men kelganda bemorlar. Buni ichida bo'lgan amino hardcore yana bir nimalar, tabletka, sun'iy oziq-ovqat mahsulotlar. Ichida men steroid, testosteron yo'q deb menga hech kim isbotlab bera olmaydi. Men ishonmayman o'shanga. Fayoz aka, qarang, siz oldingizga kelmasdan turib mana shu narsani o'zi bilmasdan iste'mol qilayotgan odamni qanaqa farqlaydi demoqchiman. Farqlanmaydi. Ertaga qachondir mobodo unaqa bo'lmasin-ku, farzand masalasida muammo bo'lsagina keyin aniqlashi mumkin. Yo to'y oldi keladi, yo to'ydan keyin keladi. Ko'p holatlarda kech bo'lib qolishidan qo'rqaman. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, iloji boricha o'sha iste'mol qilayotgan narsalarga ahamiyat bering. Qarang, men bitta narsada-ki, shu zalga chiqayotgan bolalarga maslahatim. Agar professional tarzda bodybuilder bo'yicha chempionatda qatnashmoqchiman, Arnold anaqasini olmoqchiman desa, pожалуйста, ilm bilan qilsin. Yaxshi, ilmli, zo'r trenerlar bor. Men borganman. Ham o'zi bir soha bo'lib qolgan, katta soha, ha. Zo'r ilmi bor trenerlar bor. Borsin, o'z boshimchalik qilib, o'rtog'idan ko'rib, undan ko'rib olmasin. Zo'rlarga borsin, ilmi borlar bor. Men tan olaman, 5 ketganman. O'zi qiladi ximkani, o'zi ximkadan chiqaradi. Standartni chiqarib beradi. Bolalik bo'lib ketaveradi. Zarari bo'lmaydi. Ha, lekin immunni o'sha ximka olib yurgan payt o'sha Arnoldga boradiganlar bor-ku, ular moyaga kichkina bo'lib so'rilib ketadi. Lekin ular восстановление qilishni biladi. Vaqtida. Lekin shuni vaqtida qilmasa o'sha turish qolib ketadi. Azospermiya. Mana eshitganmisiz, mayli sekin buzim aytaman, kachoglanka kichkina bo'lar ekan degan gapni eshitganmisiz? Yo'qmi? Yo'q, men eshitmadim. Shunaqa gap bor. Agar shunaqa gap bor, men eshitganman. Bu gap qayerdan kelib chiqqan bilasizmi? Mishsani testosteron o'rgangan ekan, tuxum o'zi ishlab chiqarmaydi testosteronni. Nimaga? O'zi ishlab chiqarilmagandan keyin organizm erinchoq-ku, tashqaridan kirgandan keyin o'zi ishlab chiqarish tak blok bo'ladimi? Buni umrning oxirigacha olmaydi-ku. Qachondir puli tugaydi. Qachondir motivatsiyasi tugaydi. Nimasidir tugaydi, ishtiyoq so'nadi-ku. Mana bu yerda ishlab chiqarishim endi o'sha pashshol deydi. Vaqtida bo'ldi, bu ishlab chiqarmani? Javob oldim. Menda yana bir savol bor-da. Sanjar reglamentdan tashqari savol bermoqchiman men. Sun'iy olatni uyg'otadigan Viagra dorisida so'ramoqchiman bo'yicha. Ya'ni 3 kunmi, 4 kun uzog'i bo'lgan bo'lsa, 1 hafta bo'ldi. Shu ma'lumot ichganingizgami? Yo'q.
Ha, uzr, men boshqa ma'noga tushundim. Telegramda. Aha. Telegramda ichganiga. Mashhur saytlarda. Mayli ichsa bo'ladi. Yo'q, mana shu dorini iste'mol qilgandan keyin birdaniga 3 tami 4 tasini iste'mol qilgan, jinsiy holat yotmaganda, keyin uni kesib tashlash. To'g'ri. Qonni polni haydaydi. Kavern jinsiy holat bu g'orga o'xshagan kavernis organdan tashkil topgan. U yerda qon boradi, to'ladi, ereksiya tarang bo'ladi. Qon ishni bitirgandan keyin chiqib ketadi. Endi u juda mexanizm murakkab, hozir buni gapirsam hech kim tushunmaydi, odamlarga zerikar bo'lib. Ya'ni keyin ishni bitirgandan keyin miyagaga borib qon chiqib ketish kerak. Lekin u Viagrani ichdi, 100 ichdi, 200 ichdi, 300 ichdimi? Bir joyda o'qigandim o'tgan yili Amerikada nechtadir odam pastelda o'lib qoladi. Infarktdan, insultdan. Amerikada. Chunki ular vazn bor-ku, ularda vazn borlarda bu narsa iltimos qilsa ham uyg'onmaydi-da. Iltimos qilsa ham. Vazn borlarda uju Viagra ichadi. Majbur dori ichadi. Ha, dori, hamma dorini pastga qarab haydaydi u. Dori, u Viagra qonni pastga qarab haydaydi. Burnim bitishi bekordan emas, burningiz bitganmi? Burnim bitib turadi albatta hamma. Ha, o'sha doridan keyin deyapman. Ha, yo'q, men xayolim bunaqa dori ichmaganman. Ha, oka, men Sizcha ko'zda aytib turibdi. Ya. Bu savol o'z sizning savolingiz. Kimligingizni bilib turibman. Nimaga bu savolni beryapmiz? Baribir ma'lumot yig'amiz. Ko'zingiz chiqdi. Eshitganmiz. Ya bo'ldi. Qarashlarimiz bor. Hop. Men qarang, xullas qon boradi-yu, qon qayt. Bilib oling, Gulmira. Aka, qon o'sha klapan ochildi, klapan yopildi, keyin mana klapan qaytib ochilmaydi. Qon o'tda yig'ilib qoldi, o'sha u nekrozlanishni boshlaydi, arterialni qon bilan kirish chiqish bo'lmagandan keyin choy bor, ha. Kirish chiqish bo'lmay qolgandan keyin o'sha u yerda qon asbob chirishni boshlaydi, qorayib ketadi. Bo'ldi, o'sha organ to'qimaga tepaga qarab ketmasi uchun olib tashlash mumkin. Undan ham ko'ra ko'proq asorat infarkt bilan insult dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu o'zi Viagra degan dori kardiologlar dorisi. Bradikardiya, yuragi sekin uradigan bemorlar borda, o'shalarga berishganda bu побочный effekt qilib buni turg'izib yuborgan. Uni sezib qolishgan olimlar, "Yed" degan, "To'xta" degan, bu degan zo'r ekan-ku degan. Keyin o'shani anaqasi bilan boyagi urologiya sohasiga olib kirib ketish. Shuni ta'sirida. Ha, shuni ta'sirida olib kirib ketishgan. Suvchayli bo'lgan. Tasavvur qiling, yurak organi ana shuni ta'siridan bo'lib ketib qolgan. Keyin uni bilib qolishgan urologlar. Bu shunaqa, uni istoriyasi o'zi asli shunaqa bo'ldi. Kardiologический preparat. Hozir ham kardiologlar yozadi. To'xtatsinmi? To'xtating. To'xtataman. Endi qarang. Buni bo'lmasa mana shunaqa qilish bo'lsa, ras va'da beraman, Sanjar to'xtatadi. Sanjarga xotin yo'q-ku. Shuning uchun yuradida. Ha. Astag'firulloh. Anaqa aka ichsa bo'ladi. Agar doktor retsept qilib bergan bo'lsa, vaqti lekin o'tirib qolish holati bor. Men dori ichganimda ishladi bu. Dori ichmasam bu uxlaydi bu deydi-da, случайный holatlarda ana dorisi yopib qoladi-yu, tabletkasi. Bo'ladi-yu shunaqa. Ana qaltirashni boshlab, hayajonlanishni boshlaydi. Bo'ldi, ketdi bo'ldi, men turmayman, sharmanda bo'laman. Ayol oldi, men xotinim oldi yoki boshqa o'ynashim oldi, men tamom bo'ldim, tugadim. Bo'ldi, qaltirashni boshlaydi-da, boyaga ketdi yana ssenariy yozildi. Miya ketdi, o'zini o'zi boshqarib, buni уже ishlatmaslikka tayyorlab bo'ldi. Dori ichmasa ishlamaydigan qilib qo'ydi. Ana shu dori miyani psixogenniy, erektilniy disfunksiyaga olib keladigan ta'siri bor. Shu dorini ichdim. Bu dorini ichmasam menda o'zi yaxshi. Prosta yana ham yaxshi bo'lish uchun ichyapman degan xayolda ichish boshqa. Hozir shuni ichsam ishlaydi, shuni ichmasam ishlamaydi. Bu uning uchun tilla. Bu yoq уже psixologiyada. Psixologiya jinsiy zaiflikda 80% mayli 90 bor kasalliklar bor. 80% bu psixologiya. Erkak o'zini o'zi boshqara olmasligi, o'zini miyasida jinsiy fantaziyani ishlata olmasligi va o'ziga o'zi to'g'ri baho bera olmasligi, to'g'ri otsenka qila olmasligi. Bu juda ham ko'p. Ayniqsa mana bu porno zavismistlik boshlangandan keyin erkaklarning o'ziga nisbatan ishonchi pasayib ketishi, bu yerda ko'radi chiroyli aktyorlarni, porno aktyorlarni ko'radi, ular soatlab qiladi-yu, keyin uni anaqa olatlari katta bo'ladi. Ochiq o'ynaylik, keling, gap babur bu bolalarda bor mavzu. Men bolalardagi kasallik qanday kelib chiqishini sababini ilmiy tushuntirmoqchiman. Aktrisani ko'radi, aktrisa chiroyli, yo'q surtilgan, figurni 90-90. Shunda uyga borsa, xotinida unaqa narsa ko'rinmaydi-da. U narsa yo'qdi, ikkita tuqqan, uchta tuqqan ayolda u porno aktrisa chiqmaydi-ku. Oka, ayolimga xohishim yo'q-da deb qo'yadi. Chunki u miyasi, u mana bu yerdagi u ayolni o'zi ketib bo'ldi, buni sevib bo'ldi bu, porno aktrisani sevdi bu. Tushundingizmi? Ayolimga xohishim yo'q-da. Nimaga qanaqa xohish bo'ladi bu yerda sen buni sevib qo'y. Bunga xohishing bor. Lekin ana bolalar nima qiladi? O'ziga bo'lgan otsenkasi tushishni boshlaydi. Deydi, to'xta deydi. O'zi bu mamlaqa bo'lish kerak ekan.
eshaknikidek, bu nimaga meniki dedi bunday kichkina bulbulcha. Tushunyapsizmi? Miyada o'ziga nisbatan anaqa otsenkasini pasaytirishni boshladi bola. Уже bu bola ertaga xotinning oldiga ham bir narsani eplolmaydigan bola bo'lib qoladi. Agar unga ayoli tomonidan bitta psixik travma berilsin, siz oldin o'zingiz ishingizni eplab qo'ying yoki nimadir, bo'ldi, bola qaytib ko'karish juda qiyin emas. Aslida hayotda unaqa bo'lmaydi. Ular space oylik oladi u narsa bo'yicha. Oyiga qanaqadir gadoy oylik oladi. Siz agar porno aktyor emassiz, unaqa miyadan chiqarib tashlashning iloji bo'lsa ko'rmang. Real hayot bilan yashanglar. Real hayotda hech qachon unaqa holat bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi hech qachon. Ochig'i. Porno anaqadaqa bo'lmaydi. Xo'sh, Bitta savol ber, keyin followerlarga o'tsak bo'ladi. o'sha Wi-Fi haqida savol bermoqchiman men. Bizga ko'pchilik aytadi-ku, masalan, telefon zarar, telefon nur deydi, lekin ba'zi birlar Wi-Fi routeri turgan xonada uxlaydi. Masalan, undan ham nur tarqaladi, bizani ko'zimizga ko'rinmaydi, xolos deyiladi. Bu zararmi, zarar emasmi? Siz sohangiz bo'yicha. Aka, mana shu xonada nima deysiz texnikalarni? Bitovoy texnika deysam, apparatlarni, kameralar, fonarlar, fokuslar, svet hammasini o'zidan ma'lum bir miqdorda qanaqadir miqdorda atomli parchalanish bo'ladi, atomli zaryadlanish bo'ladi va biz shu zaryadlar ichida o'tiramiz. Bundan 50 yil oldin ko'p qaytarganman, ota bobolarimiz nimaga oldinlargi insonlarda bolalar ko'p bo'lgan, 10-11 talab, 8 talab baquvvat bo'lishgan. Ham baquvvat bo'lishgan. Jismoniy harakat yaxshi bo'lgan. Jismoniy ko'p bo'lgan, mashina bo'lmagan, ot eshakda mingan va ularda svet bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Tushunyapsizmi? Bitovoy texnika bo'lmagan, televizor bo'lmagan, Wi-Fi bo'lmagan, kompyuter bo'lmagan, xolodilnik bo'lmagan. Go'shtni osib qo'yardik biz yoshligimizda, haligacha esimda. Mushuk yeb ketmasin deb go'shtni tashqariga osib qo'yardik, tuzlab. Xolodilnikimiz bo'lmaganda. Men 6-7 yoshli holatni aytdim. Hozirchi. Mana shu xonada kamida 50 ta 60 ta bitovoy texnika ko'ryapman va mana shularning hammasi zaryadlanyapti. Endi boyaga yuqoridagi savolingiz javob mana shu yerda ham borda. Nimaga? Sababi noma'lum farzandsizlik turlari ko'payib ketyapti. Chunki insonlar hammamiz shu zaryadlar ichida yashaymiz va bu zaryadlar xohlaymizmi, bizning genimizgacha ta'sir qiladi, iloji yo'q. Mana shu narsalar hali tibbiy yechimini topmagan farzandsizlik, nafaqat farzandsizlik, boshqa somatik psixogenlik kasalliklarga olib keladi. Hozir sababi aniqlanmagan nevrologik kasalliklarning yuzlab turi bor. Davosi yo'q, sababi aniqlanmagan yuzlab turi bor. Nogiron bolalarning tug'ilishini sababi aniqlanmagan yuzlab turi bor. Nimadan ekan deyshadi. Hamma narsa nashani chakib aloqa qilgandan bo'vermaydi. Hamma o'ylaydi shu nashani chakding endi bola nogiron tug'iladi deb. To'g'risi-da. Hammasi undan bo'lmaydi. Ekologiyani o'zi yomon. Yosh kattaligi bu riskni kattalashtiradi, oshiradi. Ochig'ini aytaymi? Mana bu nasha-pasha hidlar balki buni gapirish to'g'ridir, noto'g'ridir. Sog'lom bola tug'dirib yurgan bemorlarim bor. Qilaman aka deydi. Mana 3 ta bolam bor. Men buni 15 yildan beri qilib kelganman deydi. Lekin bu inson sog'ligi uchun zarar. Doriga nisbatan retseptorlarni pasaytiradi, urug' hujayralarining geniga ta'sir qiladi. Aka, qilmang deganman. Bu qachondir ko'za kunda emas, kunida sinadi. Qilmang. Himiyat bo'ldi. Narkopsixotrop umuman zarar. Lekin mana bu atrofimizdagi bitovoy texnika o'shandan ko'ra ko'proq zarar. Sun'iyda bu narsalar. Inson yaratmagan narsalar. Inson yaratgan, tabiat yaratmagan narsalarda bular. To'g'ri. Tushunarli. Odam qo'li bilan. Odam qo'li bilan yaratilish. Javob oldik. Followerlarimizdan kelgan savollar bor Fayuz aka. 8 tasini olib qo'yganmiz, javob berasiz va oxirida bitta shu savol nisbatan yaxshiroq ekan desiz, biz yangi tarjima Jack Londondan Temur Tovon, bu siyosat haqida kitob, Qamar kitob do'konidan o'sha savolning egasiga kitob sovg'a qilishimiz kerak. Mengachi? Sizga ham. Sizga ham bor. Bu Temur Tovon bu boshqaruv haqida, nima, olomon ustidan bosib turibdi. Tushunarli. Oyoq osti qilib Bo'ldi. Xo'p, tayyor bo'lsangiz men boshlayman aka bo'lmasa. Kech uylanishda zararlari haqida batafsil ma'lumot bersalar yaxshi bo'lardi. Baxtli onlar kamroq bo'ladi kech uylansa. Farzandlar kech voyaga yetadi, nabiralari kech voyaga yetadi, o'rtoqlaridan ko'ra bolalari kech maktabga chiqadi. Baxtli onlar degani bolalarini tug'ilgan kuni, bolalarini to'yi, ya'ni hayot qisqa-ku, tez tugab qoladi-ku. Shu ko'proq bolalarini yaxshi kunlarini ko'rish uchun vaqtliroq uylangan ma'qul. Bu endi kelajakdan keladigan anaqa o'ylovlarim. Qisqa o'ylaydigan bo'lsam, tez-tez uylanmasa, hozirgi aytganday mevani daraxti qancha yosh paytidagi mevasi shirin bo'ladi-yu, ya'ni farzandli bo'lishni eng yaxshi yillarini yo'qotib qo'yadi. Bu va psixogenniy somatik kasalliklar tez-tez uylan, esingdan chiqib ketib qoladi deydi-yu. O'sha orientatsiya buzilish holatlarini ham ko'rganmiz. Ya'ni masalan,
обычный jinsiy hayotda уже yashamagan odam masturbatsiya, porno, shunaqa videolarni ko'rib o'zini o'zi qondirishlarni boshlab yuborishi mumkin. Ko'pchilik karyera qildim u dedim, lekin u ham erkak, unda ham shahvoniy, hayvoniy qirsi bor. Ayollarda ham shunaqa qirs bor. Даже ayollarda bu qirs kuchliroq, lekin ayollar buni bosa oladi, erkak kishi ko'p ham bosa olmaydi. Va o'sha porno зависимостьlikka o'tirib qoladi. Ertaga uylangandan keyin jinsiy muammolar paydo bo'lishni boshlaydi. Jinsiy muammolar paydo. Bitta patsiyentim bor. Tez bo'shanish deydi, farzandsizlikka sabab bo'ladimi deb qiziqadiganlar bor-da. Tez bo'shanish ayol aytib beryapti. Fayoz aka 4 ta bolam bor dedi. Qo'polroq tushuntirish, lekin ayolni og'zidan chiqqan gap. Er bilan ayol o'zi do'st bo'lib ketgan. Endi 15 yildan beri yashaganmi, bir-biri bilan kulishib oldimga kelishadi. Shunaqa pozitiv oilalarim bor. Erim shu paytgacha faqat bir marta qilgan dedi. Bo'ldi. Bitta qilar ekan, urug' to'kilar ekan, bo'ldi, chiqarib olar ekan, bo'ldi. 4 ta tug'dim shu bilan dedi. Shokka tushib qoldim. Lekin haqiqatan ilmiy asosi bor. Nega? Ayol sog'lom bo'lsa, tuxumdon yetilib turgan bo'lsa, turbalar ochiq bo'lsa, erkak urug'i zo'r bo'lsa, orgazm qilish farzandli bo'lish uchun ayol orgazm qilishi shart emas. Ichkarida sog'lom, yetarli morfologiya, martez, DNKlari yaxshi urug' tushsa, всё, хорошо, bo'ldi. Ya'ni bola bo'lish uchun ayol orgazmi, erkak orgazmi bu Alloh tomonidan berilgan insonni bir ne'mati, lazzatlanish ne'mati. O'sha holat esimga tushib ketadi. Tez bo'shanishdi deyman. Ilmiy tomondan bolali bo'lishga unaqa ahamiyat kasb etadigan narsasi yo'q deb aytaman. To'g'ri, ko'proq aloqa bo'lsa follikula yaxshi o'sadi deydi, orgazm bo'lsa follikula yaxshi yoriladi deydi. U endi boshqa mavzular. Lekin Xullas imkon qadar vaqtliroq uylanish. Xo'sh, yoshligida tepki bo'lganlar katta bo'lgach bepush bo'ladimi degan savol berishdi. hozirgi o'g'il bola katta qiladigan ota-onalar sizlar uchun juda ham muhim. Agar bolalaringiz 6-10 yosh orasida mana shu jag'oldi limfa tugullari kattalashganini ko'rdingizmi, обязательно antibiotik bilan davolanish shart. Teptirib yurmanglar. Mani yonimga keladigan erkaklar bepushligini taxminan 60% tepkin asoratidan keladi. Ya'ni o'sha paytida o'sha paratit infeksiyalari moyak ichidagi kletkalarda o'sish zonasini уже yeb qo'yadi. Moyaklar yoshiga nisbatan 20 gram bo'lish kerak bo'lgan moyak 6-7 gramga qolib ketib qoladi yoki urug' yo'lini bekilib qolishiga sabab bo'ladi obstruktiv azospermiyaga yoki sekretorniy azospermiya moyak ichidagi kletkalarni o'ldirish hisobida yoki tikuv fabrikasidagi 100 ta tikish mashina bo'lish kerak bo'lsa, shuni 70 ta tikish mashinasini o'g'irlab ketsa, 30 ta tikish mashina qoladimi? Tabiiy homiladorlik uchun yetarli darajada urug' ishlab chiqarmaydigan holatga, hech qanaqa dori-darmon bilan tuzalmaydigan, faqat eko qilib farzandli bo'la oladigan holatdagi oligozaspermiyani og'ir darajalarga olib kelib qolishi ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun har doim o'g'il bolalar tepki kasalligida antibiotik bilan ota-onalar juda ham e'tiborli bo'linglar. Og'ir holatlar keladi. Shunday mashinani pultini shunday ushlaydi deb Malibuni "Oka, mana shu sizniki, menga qilib bering, shuni davolab bering" deydi. Ko'p bo'lgan unaqa holatlar. "Oka, mashinangizni olib qo'ying, uni Allohdan so'rang." Lekin shunday kasalliklar bor. Masalan, bunda ushlaymanda, zajgalkamni shunday olamanda, bunday yoqib o'tiramanda. Mana shu ruchkani deyman, shakli o'zgaradi-yu, yonganda eriydi. Zavodiga olib borsangiz ham shuni xuddi shunaqa qilib yasab bera oladimi? Yo'q, yasab bo'lmaydi. Yoki yongan cho'pni kulini qaytib cho'p qilib bo'ladimi? Inson tanasida shunaqangi kasalliklargacha kutishadiki, ba'zilar. Masalan, endi bu bitta kasallik, yana bittasi kelib qoldi hozir. Bachadon naylari yiringlab chirib ketgan darajagacha olib kelishadi-da. Shuni vaqtida davolasa shu holat bo'lmasdi. Lekin chirigan to'qimani, o'lgan to'qimani, nimaga sahar diabetda oyoq qo'llar uchi qoraygandan keyin kesishadi? Gazaga olib ketmasdan, tepaga qarab kiymasligi uchun kesishadi. To'g'rimi? Tirnoqlar qorayib ketadi-ku. Xuddi shunaqa bachadon naylari yiringlashi hisobida o'zi faqat turib olib tashlanadi. Uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Ya'ni u faqat eko orqali tug'adigan ayol bo'lib qoladi-da, masalan. Erkaklar kasalligida ham shunaqa kasalliklar bor. Oddiy dori, tabletka, ukol, gormon, sarmon operatsiya bilan davolab bo'lmaydigan holatlar bor. Shu holatgacha olib kelmaslik uchun yoshligidan обязательно bolalarda 13, 14, 15, 16 yoshligigacha maksimum uroloq ko'rigiga olib borib, bu bola sog'lommi? Ertaga farzandli bo'la oladimi? Buni ertaga oilaviy temada bolali bo'lishda muammosi chiqmaydi. Bitta ko'rib bering, shuni desin. Ko'p vaqti ketmaydi. Shunday doktor shunday tuxumchasini ushlaydi, bormi? Uziy qiladi, razmeri joydami? Bir ikkita narsasini ko'radi. Agar urug' topshira olsa, masalan, endi 16-17 yosh topshirsa kerak bolalar. Topshirtiradi.
ko'pchilik bola 16-17 yoshli o'g'il bola otasini, onasini ko'ziga yosh bola ko'rinadi, lekin 16-17 yoshli o'g'il bola sperma chiqarib bemalol farzandli qila oladi. Shuni tekshiradida doktor, mutaxassis biladi, uni u ota-onasi oldida gaplashib o'tirmaydi, bola bilan gaplashadi. Qachondan beri masturbatsiya qilasan deb qo'yadi. Yoki uyg'onganingda urug' chiqib qoladigan holatlar bormi deb qo'yadi. Mana shu narsalar deb qo'yib qo'ysin, tekshirib qo'ysin, ertaga sizni yoshingizga yoki meni yoshimga borganda Katta muammo farzandsizlik muammolar bu katta muammo ekan. Shunaqa muammolarga duch kelmaydi-da. Hozirgi kunda taglik masalasida hamma turlicha fikr bildiryapti. Ilmli bir shifokorimiz tagliklar bolaning chanoq sohalari tor bo'lib qolishiga hamda bepushtlikka sabab bo'lib qolayotganini, chekka qishloqlarda bunday muammolar taglikdan foydalanmasligi sababli yo'qligini aytdilar. Bu masalada sizning fikringiz qanaqa? Tagliklar ayniqsa o'g'il bolalarga, lekin qizlarga ham bor narsa. Bu erinchoq yosh onalarni qanaqasida ishlab chiqargan o'yinchog'ida. Men endi ba'zi bolalar ko'p siyadi, endi kuniga 7-8 marta ishton almashtiradi, yuvadi. Qancha shuncha ko'p bolalar shunaqa-ku. Masalan, bizani va sizni yoshligingizda shu tagliklar bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q, bizda tagliklar bo'lmagan. Tagliklar o'zi chiqqaniga qancha bo'ldi? 10 yil bo'ldimi? Oshdi. 10 yildan oshdi. 10 yildan oshdi. Endi u bolalar hali uylanmagan-da, to'g'rimi? Pamoymi biza taglikda katta bo'lmaganmiz, aniq lekin. Agar kim bir eslasa yozsin, mana necha yoshda Sizlarda bormidi o'sha? Ya oramizdan kichkinasi shu-da hozir. Demoqchimanki, 2004. demak tagliklarni asorati endi kelishni boshlaydi aka. Realni jamiyatda ko'rinishi Endi boshlaydi. bilamiz, Hali ular uylanish yoshidagi Hali uylanmagan. Lekin hali hamma ilmiy bu narsa deb yuribdi. Mana hozir Covid bo'ldi, Covidda unaqa bo'lar ekan, odam tez o'lar ekan, bir nima deyshadi-ku. Xuddi shunaqa taglikda hali asorati endi keladi, lekin bu erinchoq onalarni ermagi bolani tuxumi o'zini holatida moyak xaltasida erkin turishi shart, yugurganda bir-biriga urilib turish shart bo'ldi, boshqa qoidasi yo'q. Taglik unaqa bo'lmaydi. Va siygan bola kechasi bilan o'sha siydigiga bo'kib, namiga, sovuqda, qishda, qorda yoki ko'chaga olib chiqishadi, qorda, mehmonga borganda almashtirib yurmay, siyib qo'ymasin, ishtoniga u bu deyshadi-ku, yoki bo'qib qo'ymasin ko'tiga deb. Erinchoq onalarga o'sha boshqa narsalar ham qilsa bo'ladi, bir texnika, qariya buvilarimiz bilishadi uni texnikasini. O'shani hisobidan o'sha yerda bo'kadi aka u. O'sha o'zini siydigiga u sovqotadi, u issiq narsa chiqib sovuqda birdan o'sha muzlaydi-da. Bolada o'sha yoshligidan urologический, qizlarda ginekologический shamollashlar bilan katta bo'lib, ertaga mana tuxumdoni shamollabdi, bachadoni shamollabdi, turbasi yopilib qolibdi, urug' yo'li bekilib qolibdi. Urug' yo'li bekilib qolibdi. Ya'ni azospermiyani obstruktiv turi faqat eko qilasan degan kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin, lekin hali bular ilmiy isbotini topmagan, chunki u bolalar hali doktor ko'rigiga borib, hali uylanmadi-yu menimcha. To'g'rimi? Yoki endi kelyapti. Endi keladi. Yaqin menimcha 5-6 yilda bu karta ham ochilib qolsa kerak. Qilib yaxshilikka bo'lsin. Yaxshilik. Savolim. Hammada taglikda. Biz bilamizki, Yevropada genetika bo'yicha tadqiqotlar olib borilyapti va natijada biz bolamizni ko'zini rangidan tortib IQ-sigacha zakaz bera olishimiz mumkinmi? Adashmasam buni gen injeneriyasi mutaxassislari amalda qila oladi. Bu haqida fikringiz? Yo'q, hozircha imkon yo'q. Sababi bolani bu balki ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar ketyapti, lekin IQ-ni belgilash, ko'z rangini belgilash bu hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Faqat bolani 46 ta xromosomasidagi kasalliklar aniqlash imkoni bor. Men 3 xil genetik tekshiruv bo'yicha o'rganganman. Yaxshigina Energy, SMP, PGT degan usullar bor. Uni genetikada Peterda, Moskvada, Qozog'istonda, Yevropada qanaqa ishlar qilinishini bilaman, lekin hali gen injeneriyasining yutuqlari ishg'ollarda, boshqa joylarda qo'llanib turilibdi. Hali insonlarga o'tishga hali jur'at qilingan yo'q, chunki hali buni kamchiliklari ko'p. Hali bu to'liq bu tadqiq qilingan yo'q. Lekin bu menimcha sal noto'g'riroq bo'lib qoladi. Buni aralashtirmagan yaxshiroq. Urug' morfologiyasi 2% bo'lsa, lekin qolgan ko'rsatkichlar normada bo'lsa, farzand ko'rish ehtimoli qancha? Xo'p, o'zi birinchi o'rinda, masalan, siz hozir morfologiya nimaligini bilmaysiz. Yo'q. Morfologiya nimaligini tushuntirib o'tay. Ko'pchilik viloyatlarda obishni foiz tekshirishadi. Shaharda ham faqat viloyat deyishadi. Foiz, siz ham mana bilasiz-ku, necha foiz ekan deb o'rtog'ingizga so'raysiz. Bo'ladi-yu, choyxonada davrda. Shu foiz boyaga 40-50 yil avval temada qolib ketganda, 80% holatda 12 yillik farzandsizlik holatida, morfologiya 2% holatda Qoraqalpog'istonda bir erkak kelgan. Morfologiyani davolaganda 12 yillik holatda tabiiy bo'lib ketib qolgan. Bu realni bor narsa, bor haqiqatim.
urug'ni sifati degan narsa bor. Spermatozoid hujayrasini boshi bo'ladi, bo'yni bo'ladi va dumi bo'ladi. Xuddi it baliqqa o'xshaydi. U mana bu qurbaqani Suvda baliqchasiga ana shunga o'xshaydi. Mana bu apparatlar, boyagi noto'g'ri ovqatlanish, ximka, hozirgi mevalar hammasi ukol dorida bo'ladi. Bolalar 10-11 gacha uxlamaydi, 12, 1, 2, 3 gacha uxlamaydi. Kola, Fanta, gazli ichimliklar ichadi. Telefondan foydalanish, boyaga aytganingizdek Wi-Fi to'lqinlar, mashinada ko'p o'tirish, обогреватель qo'shish, shunga o'xshagan и так далее juda ham ko'p hozir. Ko'z bilan ko'rgan hamma narsa zarar bo'lib turibdi hozir, bunday olganda. Ya'ni даже yomg'ir yog'sa ham zarar deydi, nimaga deydi? Chunki u ana o'tdagi Ukrainadagi atomda parchalangan boyaga zaryadlar yomg'ir orqali bizga keladi. Misolda endi keladi, yomg'ir Kirib yurganimizga rahmat. Keladi-da endi. Ana shu narsalar urug'ni shu boshi, bo'yni, dumini shikastlaydi. Bu tekshiruv 30 yil oldin yo'q edi. O'sha paytda buni tekshirish imkoni bo'lmagan. O'sha paytida bu kasallik hozirgi bizning idiopatiskiy sababi noma'lum farzandsizlik turimizga kirardi. Tibbiyot rivojlanib mana yangi kasallik topdi va buni hozir yechimini qilishni boshlayapti. Shu turdagi bemorlar farzandli bo'lib ketishdi. Mana shu turdagi bemorlar, to'g'rimi? Ana hozirgi yana 5 tadan bittada uchraydigan sababi noma'lum turlar, yana qaysidir turlar yana chiqadi 5-10 yildan keyin, uni ham anaqasi topiladi. Urug'ni morfologiyasi, sifati bu 3 ta narsa eng zo'r ko'tarib beradi. Bu 10-11 dagi uyqu, har kun kechki ovqatdan keyin 1 soat piyoda yurish va umuman tarkibida oqsilga boy tuxum, go'sht, no'xat, mosh, loviya, yong'oq, pista, bodom iste'mol qilib, ximikat tarkibida rang beruvchi, hid beruvchi, ta'm beruvchi, maza beruvchi, Lays, chips, pizza, lavash, hot dog, kola, fantalarni Red Bull energetik yig'ishtirib tabiiy hayotga qaytish kerak-da, to'g'rimi? Sog'lom turmush tarzi qilsangiz, bu tiklanadi. Fayyoz aka, siz hozir 10-11 uyqu deganda melatoninni nazarda tutdingizmi? Melatonin 12 bilan 4 orasida zo'r ishlab chiqariladi. Melatonin inson tanasidagi bu malatokshan olib chiqadigan quruvchi usta. Kun davomida qayerda yo'qotilgan hujayralaringiz, masalan, nerv hujayralaringizmi, soch oqarishiga javob beradigan hujayralarmi, ereksiyaga javob beradigan hujayralarmi, qayerda nima nosozlik, biror joyda kesib olganingizdagi tiklanishdagi hujayra, shuni tiklab chiqadi. Shu surunkali uyqusiz odamda shu ustaning remontidan qolib ketadi-da. Keyin yosh katta bo'lgansa, endi hozir bizning organizmimiz baquvvat, hujayralarimiz baquvvat. Hozir uni kasalliklarimiz yopib oladi. Birinchisi, ikkinchisini kompensatsiya qilib ketaveradi. Lekin yosh katta bo'lgansa, bor edi, shuncha yil senga qaradim deydi. Endi dedi, pashol deydi. Endi o'zing epla deydi. Unga 40 ga borasizmi? Bitta davleniyasi ko'tarilgan yuragingiz, bitta qon tomirchasi, mikroinfarkt, mikroinsult boshlandi, ketdi, soch oqaradi. O'sha yuzda ajinlar tushadi, tishlar o'sha karies, ko'z zrinasi pasaygan, ochki taqqan, ereksiya o'sha yo'q, bir haftada bir marta iltimos qilasiz. O'sha melatoninni surunkali olmasligida anaqasi shu. Natijasi shu. Shuning uchun 10-11 da uyqu deganim 12 ga borganda o'sha uyquning 3-fazami, 2-fazasiga yetib boradi, o'sha melatonin boshlaydi ishni. Remont. Xo'sh, hozirgi javob berganingizga yaqin bo'lgan savol ekan. Agar mabodo qo'shimcha bor bo'lsa qo'shib ketasiz. 35 yoshdan keyin uzoq vaqt erkaklik quvvatini va testosteron miqdorini bir me'yorda ushlab turish uchun nimalar qilish kerak? Sport, to'g'ri ovqatlanish, sifatli hayot tarzi. Agar shuni qilib, sog'lom turmush tarzini baribir hech kim qila olmaydi. Menimcha 90% odam qila olmaydi. 10% yil agar qilsanglar ham, hatto bugungi ma'lumotlarimni 30% ni o'zingizlarning hayotingizda sinab ko'rsanglar ham, bu o'zi aslida bizning podkastimiz, yo'qotgan energiyamiz. Mana hozir ishdan charchab chiqib, mana 11 bo'lyapti, hali ham o'tiribmiz. Yo'qotgan biz shu narsadan manfaat olgan bo'lamiz, to'g'rimi aslida olganda? Biz uchun o'sha aslida o'sha foydamiz tegsa ham. Bizning frontimiz shu. O'zi, masalan, tiklanish bo'lgan 10% bemorlarim agar shuni qilsa ham, siz nafaqat 35 yoshda, 60 yoshda ham zo'r jinsiy quvvatga ega bo'lishingiz mumkin. Yetarli. Ikkilamchi bepushtlik va prostata bezi shamollashini oldini olib farzandli bo'lsa bo'ladi. Ikkilamchi bepushtlik degani bitta farzandi bo'lib, keyin farzand bo'lmay ketishi. Prostata bezini 95% holatlarda farzandsizlikka ko'p aloqasi yo'q. Chunki prostata bezini shamollashi bu 90% erkaklarda 30 yoshdan oshgan 90% erkaklardagi bor kasallik. Prostatit bilan ham bemalol farzand bo'lib yurgan bemorlarim juda ham ko'p. Lekin prostatitni mana shu dorini ichasan, bo'ldi tuzalib ketasan degan sehrli dorisi ham yo'q. Ikkilamchi bepushtlikni aniqroq, ya'ni chuqurroq, ekspertning urovida tekshiruvlari bor.
nima uchun bitta farzand bo'lib keyin bo'lmay ketdi degan savollarga javoblar. Masalan, boyagi yuqoridagi morfologiya holati, yuqoridagi turbani shikastlanish holatlari va noto'g'ri o'tkazilgan operatsiya va noto'g'ri o'tkazilgan dori-darmonlarning hisobidan ikkilamchi bepushtlik yuzaga kelib qolishi mumkin. Hozirgi kunda autizm kasalligi bilan tug'ilayotgan bolalarning soni ko'paygan. Bunga sabab sitramon yoki yana ba'zilar turli xil vitamin batlar tufayli deyishyapti. Shu haqida fikrlaringiz qiziq, javobchi rahmat. Endi hamma dorini ham aka eng zo'r dunyo bo'yicha eng zo'r zavod, fabrikada ishlab chiqariladigan dorini ham sostavi xohlaysizmi yoki ximikat. Bu yerda aniq ilmiy isbotlangan bir anaqa yo'nalish yo'q. Autizmni aynan doridan emas, boyagi yana yuqoridagi mavzu ekologiyadan, boyagi narkopsixotrop vositalar bor, alkogolizm bor, chakish bor, mana bunaqa texnikalar bor, shulardan ham kelib chiqishi mumkin. Lekin aynan mana shu doridan emas, chunki sitramon, paracetamol bu 50 yil avval ishlatiladigan dorilarda. Endi bu 50 yil avval ham bu dorilarni ichib yurishardi bizning ota-bobolarimiz. Bosh og'riganda bitta sitramon berib yubordim. Nimaga endi biz o'sha momentda autizm ko'paymaganda bu endi ko'payib qoldi. Chunki u paytdagi yana yuqoridagi gapda bu. 40 yil oldingi ekologiya turmush tarzi bilan hozirgi turmush tarzining farqi bor. Chunki 40 yil oldin biz menimcha 10-15-20 million atrofida bo'lgan bo'lsak, hozir biz pashti 40 millionga chiqdik. Ya'ni genofond o'zi buzilishni boshlayapti. Umumiy millatning genofond, ya'ni odam ko'paygan sari, demografiya ko'paygan sari oziq-ovqat taqchilligi yuzaga keladi. Oziq-ovqat taqchilligini to'ldirish uchun biz Xitoyda nima qildik? Sun'iy tuxum bilan sun'iy guruchni ko'rdingizmi? Bir chiquvdi. Ha, bir videolarda chiquvdi. Bu narsa begona bekorga emas. Uni to'ldirish kerak, uni to'ldirishga olib kelishadi. Mana shu narsalar o'zi aslida genetik kasalliklarda yuzaga kelishiga asosiy sabab. Xo'sh, birorta savol esingizda qoldimi? Hamma savol yo'q, hamma savol javob berdim. Men eng yaxshi ko'rgan raqamim 7. Qaysi savol edi 7? Ikkilamchi bepushtlik haqidagi savol. Bo'ldi, shuni tanladik. Yaxshi. Ikkilamchi bepush chunki hozir juda ham ko'p. To'g'ri. Jack Londondan Temir tovon kitobini Qamal kitob do'koni nomidan sovg'a qilamiz. Xo'sh, Fayyoz aka suhbatda an'anaviy savolimiz bor ikkita, buni sohaga aloqasi yo'q. Birinchisi, bizni kuzatayotgan har bir tomoshabin o'xshashardi bilgan 3 ta kitobingiz. Uchta kitobmi? Istalgan yo'nalishda. Xohlasangiz tibbiyotdan bo'lsin, xohlasangiz badiiy adabiyot. Tibbiyot uncha bularga qizig'i yo'q. Tibbiy kitobni o'qiman. Men oxirgi paytlarda unaqa bestsellerni, mirovoy kitoblarni o'qishga juda unaqa ko'p ham vaqtim yo'q-u. Savolni o'tkazib yuborsak bo'lmaydimi? Chunki hammaga har doim berib, har doim javob olganmiz. Reglamentdan chiqa olmaymiz. Bo'pti, o'qigan kitoblarim aytay. Bu atak balki undan ham yaxshiroq kitoblar bo'lishi mumkin. Chunki ko'p badiiy kitob oxirgi paytlarda ochishga vaqtim bo'lmay qoldi. Men choynagi bilan Shaytanat o'tgan kunlar. Aha. Keyin Dale Carnegie'ni qaysidir kitobi. Yaxshi. Xo'p. Bo'ldi, javob qabul qilamiz ham. Endi har bir kuzatuvchimiz ko'rish sharti bilgan 3 ta kinoni oladi. 3 ta kinomi? O'xti. Serial farqi yo'q, multfilm ham bo'ladi. Faqat menga eslatib yuborasizlar kinoni. Men obraz ana bu Sizga eslating, nomini topamiz. Titanicda o'ynagan bola ismi kim edi? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprioni ana bu qorda ot ichida Выживший. uni o'zbekcha ayting. Tirik qolish. Omon qolgan deb Juda tarjima ham motivatsion Omon kino, bu qolish. juda ham zo'r kino. Oskar mukofotini oldi o'sha kinoni. Haqiqatan zo'r kino. Meni yaxshi ko'radigan kinolarim ko'p. Sher yurak. Sher yurak, Ikkinchisi va Mel Gibson Sher yurak Mel kinosini ko'rish. Irlandiyami? Irlandiya haqidagi. Irlandiya ozod. Tak. Endi Titanic juda unaqa oxiri xunuk bilan tugagan uchun men unaqa kino, menga oxiri chiroyli bilan tugagan kinoda. Happy end. Anaqa yaxshi ko'rgan kinolarimni uyda yolg'iz. Yaxshi. 3 ta seriyasini qo'yib yuboramiz. Xo'sh, bizda kichik rubrika har bitta mehmonimizga sohasidan kelib chiqqan holda yo ismlarni yo terminlarni o'qiymiz va ulardan iltimos qilamiz. Uzoq 3 ta so'zli ta'rif aytishlari kerak bo'ladi. Sizga Faqat men tanisammi? Taniyman. Yo, ismlamas sizga. Sizni sohangizdagi ba'zi bir biz bilmaydigan yo omma tushunmaydigan terminlarni aytamiz, o'qiymiz. Siz qisqa tushuntirib Ta'riflab berasiz. ketasiz. Uzoq 3 ta so'z bo'lishi kerak. Faqat bir narsaga ahamiyat berib ketasiz. Terminlarda agar noto'g'ri ketib qoladigan bo'lsa, to'g'rilab ketasiz. Chunki Biz noto'g'ri o'qib qo'yishimiz mumkin, masalan. Harakat qilaman. Chunki tibbiy terminlarni 3 ta so'z bilan ta'riflash qiyinroqda. Boshladik. Prostatit, 40 yoshdan oshgan erkaklarning muammosi. Giperplaziya. Qalinlashish. varikotseliya, Trenddagi eng zo'r biznes.
Erektil disfunksiya, erkaklar jinsiy ojizligi, oligospermiya, urug' sonini kamligi, Azospermiya. urug' suyuqligida urug' hujayralarini bo'lmasligi, gimospermiya, urug'da qon bo'lishi, Eyakulyatsiya. urug' suyuqligi, uretrit, sidik yo'llarini infeksion kasalligi, Arxit. moyaklar shamollashi, Kriptarxizm. moyakni o'zini xaltasida bo'lmasligi, libido, erkaklarni xumchasi, quvvati, Testosteron yetishmovchiligi. 50+ erkaklarning muammosi, bepushtlik, dushmaningizga ham ravo ko'rmaydigan dard, Infeksiya. 85% bolani tushib qolishiga ta'sir qilmaydigan narsa. Fayoz aka, suhbatda oxirgi qismi bizda Blitz, sizni sohangizga aloqasi yo'q. Ana bir psixologik savollarga yana bir ko'raylik, nima bo'ladi? Tublikka kirib chiqasiz endi. Qizuv shaxsan menga. Charchatdinglar. Qisqa lo'nda va haqiqat bilan javob berishingiz kerak, boshladik. Ayol. Soat kechki 23:00 уже charchagan miyadan chiqadigan Endi charchoq chiqadi aka. javoblar. Ketdik. Ekranlaringizda ko'rinib turgan karta raqamlariga ixtiyoriy ravishda istalgan summani o'tkazing va loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Bu summalar texnik holatimizni yaxshilash, ko'rsatuvlarimiz davomiyligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Siz bizni yanada yaxshiroq holatga keltirishingiz mumkin. Quyosh nuri va mehr tafti ila to'yingan. Tabiiylik, sifat va xushbo'y-ta'm xonadoningiz fayzidir. Silver choylari, tabiiy ta'm. O'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham Siz uchun umrli shakari nima? farzand. Odamlar eng ko'p nimangizni o'g'irlashdi? O'xdi. Yo'q, hech narsani o'g'irlashgan yo'q. Sizni pul boshqaradimi? Men pulni boshqaraman. Qismatingizga oshiqmisiz? Roziman. Sizni bir umrga o'zgartirgan so'zni kim aytgan? Hayot varaqlarini o'z varaqlayman. Varaqlang. Ustozim Farruh akam. Kimdir sizni qarg'aganmi? Ideal inson bo'lmaydi, qarg'ish olmagan inson ham bo'lmaydi, balki qarg'agan bo'lishi mumkin. Siz kimnidir qarg'aganmisiz? Ko'nglimni og'ritgan, lekin dilimdan chiqqan, tilimdan chiqmagan. Siringizni sotishganmi? Juda ko'p. Zamon aynidimi yoki odamlar? Odamlar zamon bilan yashaydi, zamon bilan hamnafas yashaydi, odamlar aynida. Kechirish qiyinmi, unutishmi? Men uchun kechirish, kim uchundir unutishdir. Kundalik ehtiyojlar sizga xo'jayinmi? Kundalik ehtiyojlarimni Fayoz aka, ha yoki yo'q? hozir bu savolni ma'nosini tushunmayman. Kundalik ehtiyojlar sizga xo'jayinmi? Yo'q. Kimni sog'inmagan kuningiz yo'q? Menda sog'inish hissi unaqa kuchli emas. Oxirgi paytlarda nimadan charchadingiz? Rostdan aytayim, ishdan. Iffatsiz ayol xavflimi, ilmsiz erkakmi? Ilmsiz erkakni ilmli qilsa bo'ladi, lekin iffatsiz ayolni miyasini, ya'ni fantaziyasini
balki javobim sal uzayib ketgandir. Ma'lum bir vaqt to'g'rilaysiz, lekin xato qilgan ayol baribir yana qachondir xato qiladi. Bu hayotda eng ko'p nimani qadriga yetmadingiz? Hozirgacha ham muammoim bor. Vaqtimni, energiyamni ishga qaratganim uchun oilamga va ota-onamga kam vaqt ajrataman. Shuning qadriga yeta olmayman. Aha. Qiynalib katta bo'ldingizmi yo katta bo'lib qiynaldingizmi? Yo'q, men qiynalib katta bo'lmaganman, lekin katta bo'lib ham ma'lum bir darajada qiyinchilik varaqlarim bor, to'liq emas. Odamlarga ishonishda ikkinchi imkoniyat berib ko'rasizmi? Odamlarga ishonishga beraman, lekin har doim himoya o'sha ikkinchi manda shit bo'ladi. Anaqam bo'ladi. Pulni zaruriyati kislorod bilan bir xilmi? Har doim emas, men uchun emas. Xo'sh, sizdan yuz o'girgan kishilarni suhbatiga intilganmisiz? Hech qachon. O'lgan orzularingiz orasida eng kattasi qaysi? Orzularimga birin-ketin erishib kelishga bir boshdan harakat qilib kelganman, chunki armonsiz, orzusiz inson o'zi yo'q. Qoldirmaslikka harakat qilib kelyapman. Allohga shukr. Birinchi marta qachon katta bo'lganingizni jiddiy his qildingiz? Ota bo'lgan kunim. Qaysi ishni qilishga kecha erta edi, bugun endi kechlik qilyapti? Endi bu yerda savolda qaysidir momentda bugun qilaman, erta qilaman deb o'tkazib yuborgan kuningiz to'g'risida ketdi. Yo'qda shunaqa kun. Bu hayotga qay jihatda mag'lub bo'ldingiz? Men hayotga mag'lub bo'lmaganman. Tushkun holatga tushib qolsangiz, odamlarni ichiga kirib o'ynasizmi yoki yolg'iz qolib? Faqat yolg'izlik, faqat muzika, faqat yo'l. Xiyonat qilgan odam qaytib kelib kechirim so'rasa kechirasizmi? Hech qachon. Sizningcha fikrlash ilohiy sovg'ami, baxtmi yoki kasallik? Ilohiy sovg'a va baxt. Yomon xotiralar ko'proq yig'latadimi yoki yaxshi xotiralar? Yaxshi xotiralar, yomon xotiralar unutiladi, kesiladi. Bir so'z bilan erkak bu Himoyachi. Bolaligingiz yaxshimidi yo bolaligingizda yaxshimidingiz? Ikkalasi ham zo'r bo'lgan. Allohga shukr. Boya aytdim-ku, orzularim yo'q dedim-ku. Armonlarim yo'q dedim-ku. Vijdoningiz beradigan qaysi savolga javob berishga qo'rqasiz? Vijdonimni oldida har doim luboy savolga javob bera olganman. Bundan keyin ham Alloh noto'g'ri yo'lga solmasin, ko'nglimga yomon shayton anaqa qilmasin. Vijdonimni oldida har doim savolga javob berganman. Hayot mundarijasi hozirgi bo'limini nima deb atagan bo'lardingiz? Faqat zinadan zinaga ko'tarilish. Sizningcha yolg'izlik tanlovmi, taqdirmi? Ba'zi vaqtda taqdir, ba'zi vaqtda tanlov bu holatimdan kelib chiqadi. Yaxshilik qilgan odamga yomonlik qilganmisiz, Foyaz aka? Bir marta. Pul topganingizda xursand bo'lasizmi, pul sarflaganingizdanmi? Sarflaganimda. Ish masalasida Juda ham xursand bo'laman. Ish masalasida o'zingizga nisbatan advokatmisiz, prokurormisiz? Prokurorman. Sizni yaxshi ko'rishadimi yo sizdan foydalanishadimi? Ikkalasi ham. Va'da berib, va'dasini bajarmaganlarni qamashganida necha yil o'tirardingiz? Oqlab chiqardim. Bir o'kirib. Sudda o'zi oqlab chiqardim. Odamlarni o'zgartirish kerakmi yoki boricha qabul qilib uzoqlashish kerakmi? Boricha qabul qilib uzoqlashish kerak. Chunki hech kim inson o'zgartirib bo'lmaydi. G'urursiz to'q qorinmi yoki g'urur bilan ochlik? G'urur bilan ochlik, sharaf bilan o'lim degani. Oxirgi marta qachon osmon uzoq, yer qattiqligini his qildingiz? Bunaqa holat bo'lmasin ham bo'lmagan hozircha. Eng qattiq sog'inchingiz egasi kim? Tug'ilmagan qizim. Do'stlar suvga o'xshaydi, hammasi ham iste'molga yaroqli emas. Zamzamingiz bormi? Zamzamimmi?
Yo'q. Dushmaningiz bormi? O'zim bilgan yo'q, balkim bordir, lekin men bilganim yo'q. Kelib dushmanlik To'g'ridan to'g'ri yo'q. 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 Qaysi va'dangiz uchun so'ralishda qo'rqasiz? Yo'q unaqasi. Katta odam bo'ldingizmi yo katta bo'ldingizmi? Katta bo'ldim. Hali Qaysi- katta odam bo'lganim yo'q. Qaysi masalada zo'r, qaysi masalada zo'rg'a yashayapsiz? Zo'rg'a masalam yo'q-u, lekin baxtlilik masalasida zo'r yashayapman desam ham bo'ladi. Ishonchingizni hojatxona deb o'ylaydigan tanishlaringiz bormi? Bor. Odatda muammolarni o'zingiz yasaysizmi yo sovg'a qilishadimi? Har doim o'zim yasaganman. Bu hayot maktabida o'rganuvchi sifatida a'lochimisiz, ikkichimisiz? 5 ga o'qiyman. Siz bilan o'zini orasiga devor qurayotgan tanishingizni, yaqiningizni ko'rsangiz, qurayotgan devorni buzishga urinasizmi yoki g'isht uzatib turasizmi? G'ishtam loy ham uzataman. Eshagingiz loydan o'tib o'zgargan paytingiz bo'lganmi? Ba'zi varoqlarida bo'lgan, o'zim yig'ishtirib olganman. Baxtli inson qanaqa bo'ladi desam, birinchi xayolingizga kim keladi? Inson sifatidami? O'zim. Baxtsiz bo'lishni tanlagan paytingiz ham bo'lganmi? Yo'q. Baxtliman deyishingiz uchun nima yetmayapti? Allohga shukr, hamma narsam yetarli. Pul erkagini kosmetikasimi? Da. O'tmishdagi siz hozirgi sizni ko'rsa faxrlanadimi? Faxrlangan bo'lardi. Sizni sizchalik taniganimizda hurmat qilarmidik? Yo'q. Bu dunyoda nimaga kech qoldim deb o'ylaysiz? Yo'q, hali qiladigan ishlarim bor, hali kech qolganim yo'q. Hali planim ketyapti o'sha jarayon. Siz uchratgan dunyodagi eng yaxshi odam kim? Ota-onadan tashqarimi? Ularni uchratmagansiz. Ular meni yaratgan. Eng yaxshi inson meni relsimni boshlab bergan inson, birgalikda boshlagan insonimiz ustozim. Tug'ilganingiz eng ko'p kimga qimmatga tushgan? Tug'ilganimmi? Bobomga qimmatga tushgan. Bolaligingizdagi birinchi muhabbatingiz hozir nechta bolasi bor? Menda birinchi muhabbat bo'lmagan. Sandan umidim katta degan ishonchlarni oqladingizmi? Shu etapda ketyapman. Haligacha onam aytadilar, faxrlanadilar. Hammasi yozilyapti degan ishonch borligi. Bu motivatsiyami yoki qo'rquv? Qo'rquv. Qo'rquv. Agarda hozir vafot etsangiz, sizdan nima qoladi? Minglab Ishingizdan oilalarim tashqari. farzandini ko'rganda eslasa o'sha esdalik qoladi. Ishimdan tashqari ikkita farzandim qoladi, ox urib qolgan otam bilan onam qoladi. Yaqinlarim, meni bilganlarimga faqat yaxshi taassurotlar qoladi. Fayz aka, rahmat sizga. Qamar kitob do'konidan bugungi suhbatga kelganingiz uchun mana sizga ham Jack Londondan Temir tovon kitobini beramiz. Bir vaqtingiz bo'lganda ishdan zerikkaningizda bir o'qirsiz. Juda ham chiroyli, ajoyib kitob va loyiha homiysi Silver choylardan choy beramiz. Qorasi bor, ko'pi bor. Qorasimi? Ikkalasi ham bor. Kakrat choy xo'rman. Qamardagilarni, Silverdagilarni biroz duo qilib qo'yasiz degan umidimiz bor va boyagi siz tanlagan savolning egasiga ham Qamar kitob sovg'a qiladi. Siz chiroyli tilaklar yozib imzo qo'yib bersangiz bo'ldi.